أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله عليم رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار وذلك بأن الله منزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Ey iman etkan kişiler! Meni sizlar biz sizlarga rizq qilib bergan narsaniki pokizlarini yangla va halol pokiz bo'lganini yangla. Allah'a şükür kılınlar eğer şu Allah'a sizlar ibadet qilsanglar. Cezben Allah sizlarga yüz ülüp qalgan narsani, qonni, to'ng'iz go'shtini, shuningdek Allohning g'ayrini ismini atab bo'g'izgan hayvonni harom qildi. Kimiki muhtoj qilinsa, meni tajovuz qilmagan holatda o'yna chekidan eshib ketmagan holatda mushundoq muhtoj bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'ingizda u odam uni yegan bo'lsa, u odamga hech qanday bir gunoh yo'q. Chunki Alloh taolo mag'firat qiluvchidir ham rahimchi qiluvchidir. Jazman Alloh taolo tushirgan narsa olan kitobni meni suqqan kishilik kelsak, mushundoq suqqan kishilar o'yna ular mana shu suqqan narsani qarshiligidan kichkina bir pul g'inib qoladi, uni qarshiligida bir pulni sotib oladi. Meni ashulava kelsak, ular meni yemaydi, ular o'zining qo'saqlarga faqat o'tni yeydi. Alloh taolo ularga gap qilmaydi qiyomat kuni va ularni hech qanday bir narsani pokizlamaydi. Ular uchun bodur meni noit pek og'ritkichi, meni noit pek azob qildigan bir azobchi bor. Meni ular shunda bir kishiki setib oldi, ular meni zalolatni xudoninki qarshiligida va azobni mag'firatninki qarshiligida qoldi, setib oldi. Femas baravlanlar. Unda vardiki bular do'zax kirdi. Do'zax kirgandan keyin ularni do'zaxga nima sabr qildigandi, qanday sabr qildi ular, chidigandi deb Alloh taolo mustaqcho deydi. Allah mushu gapni nima qildi, uni deydi. Endi Alloh taolo bu oyatda ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum degan oyatning o'zida, yuqoridagi oyatning o'zida ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban degan oyatning o'zida bütün insonlarningki hammasi xitob qilib, meni yer sharningki ichidagi hamma narsa sizlarga nima qilib berdim, meni harom bo'lmagan, mana bu pokiz harom bo'lmagan, pokiz bo'lgan narsalarningki hammani sizlar uni uchun yesang bo'ladi deb, men mu'min, musulmon meni bo'lsin buni ayırmasdan meni ashundoq narsalarni yeyishkinim qildi, u yerda irshad va buyruqchi qildi. Qilgandan keyin hamda bu oyatning o'zida mu'minlarga ayrim xususiy o'shlarni qo'ydi, bu yerda meni nidochi qo'ydi. Ey mu'minlar deb. Hamda Alloh chunki mu'minlarga bu yerda yine Allah'da bu yerda
o alayda bu yer buyruk kırıp yani kışırıp müştak kılışınki üzü. Çünkü mümin boğan Adem'in üzü Allah'ın gepini çok anlaydı. Allah'ın gepini anlap nemisi makul deydiğen boğan iken ve o zatniki bar bir ikkelik işengen boğan iken bu itibarla benim mümin boğan kişilerge texim şu yaratkan nersin işte kandak nerskiren üzü ulağı zarar, kandak nerskiren üzü nemi o ziyan degan yüzdeki Rahman, Rahim degan sifatga asosan buni mu'minlarga muqaddas bu yerda uqtiryotdi. Uqtirib ularga alohida ta'limchi beryotdi. Bo'libmi, hey mu'minlar degan. Hey mu'minlar. Endi bu yerda ya ayyuhallazina amanu degan yani üzrə bu nima ya degan harf nida. Biz oldin qatimda ya ayyuhan nasu degandik. Endi ellezine amenu. Anda bir kişilerki ula iman etti değil. Endi iman etip olgan. İmanın üzü o adamın kalbine resmi kirip olgan. Kirip anındaki bunu yüzdeki ağzı ve yüzdeki emeliyeti arkalık bunu çok ispatlagan. Mene imanın üzü onunki vücudu da resmini bakılan yıldız tapkan. İçine işte sınıp kirip muştakkan nimeler olan kişiler. Digen nim boludu o gapçı boludu. Endi bu ya degan harf nida olup bu harf nidanınki üzü azil bir adam kişigan bolsa yüzü körüp doğan yenidiki adamga nim qilgan gap onu çok kişirgan gap. Yine kişirip hey palanı deydigan gap. Unda oğandaki Kur'an-ı Kerim'de köpüncenin üzüde ya üzü dep kelgan bolsa şu Medine'deki aşk kişiler olan sahabelerga nima xitob şu sahabelerga nima xitob boludu. Sahabeler bu xitob bo'lgandan undan keyin andaki tedrici holatda tabiin bo'lgan undan keyingi musulmonlar bo'lgan qiyomatlik musulmonlar hammasiga nima bo'lgan xitob. Xitob bo'lgandan keyin bu yerda allazi nima o ism mavsul. Mana amanu degan uning nimasi bo'ladi? Selischu bo'ladi. Endi allazina amanu Mene anda bir kişi iman etti o kişiler. Boldu uçanıda amanuniki üzü ellezi selisi oğaniki onunki ellezi yanıdığan. Mene bu nime oluş gerek? Selinin üzü zemir oluş gerek. Zemirin üzü amanuniki tehdit çoğu var. Bu işkisi bağlaydıgan. Nime o bağlaydıgan. Anda oğanikin mene iman etkan. Mene muşik kişilerin üzü. Hem de Allah Teala mene bu ya yuan nasu dese uçanızda bu asasen Mekke'deki kafir var. Muşriklar. Şunu dek, ben onundan başka bütün kafirlara hemmesini bu kılık uyada hitap çok kılıklık. Hem de yukarıda Allah Teala'nınki gepini unmaydıgan aşta kafirlar bolsa mu, yüzdeki Rahman diyen muşu sıfıtı asasen, yine ulanınki yüzdeki nemi paydı kılıdı, nemi ziyan kılıdı, kandan nesi gerekli kısa, ola zarar kılıdı, bunu alayda Rahman diyen sıfıtı asasen, yukarı ayette bunu kıldı, Allah Teala bunu çok okudu. Çünkü İnsan yüzününki muşu yaratılgan neskerehnin içideki kanı neskerehnin yüzüne payda kılıdı, o ziyan kılıdı, onun için okupulamaydı. Yani okuduğallarımı var, onun için kılgan var, okuduğallarımı var. Onu muşlak tecrübe asasen yepbekip, içbekip, naç adamın yüzü. Ben ölgendeki bunu karab, onu kılgan gap, onun için bildiğin gap. Yani onunki məlum kısmını bilgen bolsun. Lekin onunki hakiki qaysi menfaatli, qaysi zararlik onunki meni ruhiyatiga, axloqiga, qiliqlarga ziyan yetkazgan narsani çok bilmaydi. Bilmegendikin Allah Teala Rahman sıfatı veren kafir bolsun meniki iman man etkan olmay, menin buyruğumga olmadı bu demesden ulağa yine rahmet kılıp yüzniki yaratkan neskerehniki yüzniki kandak iken Allah üzücü buludu. Kandak ki bir adam bir nesini yasagan bolsa şu neskerehniki yüzünü o adam onunki kandak nes ikenligini o adam bek bilgende Allah Teala meni yaratkan neskerehniki yüzünü üzücü bek buludu. Qaysi menfaatlik, qaysi ziratlik. Meni o hemmisi Allah'ın belsi olganı bu itibarla yukarıda açtakçı dedi. Endi ma ayetimi yine alayda müminlerin üzüge alayda hitap kırıp yine Rahman yani Rahim diyen sıfatı asasen tekimi bunun mukaddes bu yerde bunu alayda imtiyazda bu yerde hitap kıpçı bu yerde şu devatıdı. Diyendikin ey iman et Allah kimge mana. Men silge ulağı okşumaydıgan yine bir nersini dep berey. O kavun
Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Yalnız sizlarga men rizq qilib bergan narsaniki tayyiblarni yanglar. Yani pakizlarni o'zining tabiatiga nima qilgan, maskalagan, zarar kelmaydigan, singadigan, o'zininki odamiy ekanligini uni hech qanday ta'sir ko'rsatmaydigan jismoniy va ruhiy, unun başqa ma'naviy, o'zining axloqiy va o'zining nimasiga fikr va ish harakatlarga ziyon qilmaydigan, bu foyda qilgan, maskalagan ashta narsani uchun nima qilinglar? Men sizni, men hamma narsalarni o'zim hazırlab qilib bergan. Shuning ichidan siz oshni-chu yanglar. Oshni-chu nima qilinglar? Yanglar deb Alloh taolo bu oyatda mu'minlarga meni xitob qilib deydi. Endi kulu degan gapning o'zi nima bu yerda? Kulu degandagi amr. Amr bo'lgandiki bu amr Qur'oni Karimdagi amrning o'zi har xil ma'nida bildirdi. Buniki ba'zilari va u nima farz. Nima o farz? Yine ba'zilari va ba'zi buyruqlar vojib, ba'zi buyruqlar va mubah. Men mushu oldi kendiki maqomga qarab buni shu ashadchi belgilaydigan ekan. Endi bu yerdagi kulu degan gapning o'zi mu'min xitob qilayotgan ekan, bu amrniki o'ziga rasmiy ijro qilishning o'zi bir mu'min bo'lishi e'tiborlab buning gadiniga o farz. Unda o'nikin hey mu'minlar sizlar yanglar, sizlar yeb men Alloh taolo mushta pokiz dars bo'lganligi yapmışta qiling lekin har gün shaytonniki yoki undan bunda qilib uni yemayman deb uni o'zlariga harom qilib o'ziga anti tabiiy holatda kasal o'zira bo'lsa uchun boshqa. Men bundoq çok qilmanglar. Unda yig'adi unmay, yili aniqsa, maniqsa mandoq bo'lar ekan. Unda bo'lsa men taqvo bo'lar ekanman, mandoq bo'lar ekanman deb arib unda çok qilmanglar. Hammasi uchun u pokiz bo'lgan narsa, unda o'g'aniki shuning ichidagi pokiz narsani ashtaqcha nima qilinglar, yanglar. Yig'ini unmay, bizga nim bo'lamiz uchonimizdan taqvo bo'lamiz, bizga rohib bo'lamiz deb, mana islom dinidagi boshqa kishilar bor. Masalan, nimalar? Xristianlar va uni boshqa chekidan oshgan, ashtaq nimalar bor? Mana dindagi e'tiqod qotgan kishilar bor. U qavm, masalan, butparast. Shuningdek, mana Hindus diniga, Hindi dinining e'tiqod qotgan hozir Hindistonlikdek. Mana shu poplarning o'zi yemak yemay, mana shu qancha kun yemak yemagancha bularning e'tiqodida u degan katta adam. Biz mushtaq qilish orqali o'zimizning nafsini mushtaq nima qilib uni qiynab, andaki bizniki ruhiy va ma'naviyatimizni ko'taramiz. Hayvoniy quvvatimizning o'zini ojizlashtiramiz deb, mana buni qarta shundoq qildi. Unda o'g'andikin, ey mu'minlar, sizlar ashida bir xato fikrlaringizga asosan, uni agishib kirib, bu bizim mushtaq, bu bizning badanimizning o'ziga, mana bizning hayvoniy nafsimiz bor ekan, o hayvon nafsining o'zidan buning bilan andaki nafsoniyatchilik, hayvoniyatchilik degan bu narsalar zararli ish kelib qoldi ekan, gunoh nasiyat. Unda o'g'andiki, buningki o'zini o'ltiramiz. Bu nereden keldi? Bu yemek içmekte keldi. Onda o anki tehim Allah'a yakın buluş için manaviyatımızdaki özüne ruhiyetimizi güçlendirip müştak bir nesika beden acizlaşkandaki ruhi güçlüdür. Allah'a yakın bulumuz deydiğen bunda işte çok kımmanlar. Yanlar. Sile o neymiş kan? Silinki üzerindeki ben cisimde yaratkan. Sile diyen beni yukarıki ayetki asasen nime o ümmetun vesat. Hem ümmetun vesatke yani normal, mödedil bir ukarak müminler. Onda onun için ruhi tarafındaki üzerinde bek uyağı bilip ketip ededin ziyade onunki cismani tarafını taşvip etip onda kılgan bir halkın çoğu emez. Şunu hazırki devrin üzerinde maddenin asas kılıp ruhiyetinde kendine nemesi yok, karı yok. Şu maddi tarafının üzerinde pek yakşı hem neyse şunu kılgan ondağımın çoğu emez. Her iş gerisindeki üzerinde nemi kılgan adamlar normal, men normal ep bardığan adamlar. Mene bir taraftan cismani, yine bir taraftan neme ruhani. Her işkilisi okşaş mödüdül ep bardığan müşten boğan iken kandak kılsılar şekilden eşip, haddidin ziyade yep. Mene hem neyse müş madde ve her kıl dep ondak kılmanlar. Hem de ondak yemeği mi kanmay, uçadı yemek, uçadı ruhiyetimiz güçlendirimiz dep, cismimiz izimiz dep. Ondak çok kılmanlar. Onda o anki yanlar. Yiş arkalık anıdayken men Allah'a nima qilinglar? Eğer siz haqiqiy taqvo, men mushtaq Alloh ibodat qilmayman degan bo'lsanglar, Allohning amr farmonlarini nima degan bo'lishini uchun qilinglar. Shunda qilsanglar, men haqiqiy dog'dan normal vasat yo'l uchun ma'g'am bo'lsizlar
deb Allah Teala bu ayetin üzülmüştür deydi. Hem de bu yerde İmam Suyuti rahmetullahi aleyh deydi. Tayyibat diyen gap halalat deydi. Halalatun diyen gapning o'zi halalning nimasi o jamisi. Halalning nimasi jamisi. Endi tayyibat degan gap muzaf, ma razaqnakum degan nima muzafun ilay. Ma degan nima ism mavsul yoki masdar. Ism masdar deymiz. Endi ism masdar bo'lgancha qanday qiladi? U chog'da min tayyibati nima o? Min tayyibati rizqukum iyana yani iyahu. Men yani sizlarga rizq bergan narsani, mana sizlarga rizq bergan ularga, yani sizlarga kelgan ularga rizq bergan, yani Allah rizq bergan, yani Allah rizq bergan deb, yani rizq deb razaq degan masdarni aylantirib ma'ni shu aytamiz. Endi buning o'zida ma'niki ismniki o'zi ism mavsu'g'achani o'zida u chog'da ma'niga ism mavsu'lib, u chog'da razaqdan uni silisi bo'ladi. Silisi o'g'achani o'zida mana aşağıda o'qidik. İsim mevsulga silinin işi bir cümle. Unda o ki cümlenin içinde silik yanlığa, isim mevsulga yanlığa bir zemir buluş gerek. Eğer o zemirin özü mehbul olsa bazı vakti çıkıp gidiyor doğduk. Eseden ma razaqnakum hu yoki iyyahu degan nimada ma'nisi çok buludu. Bu yerde mehbul olgandaki bu isim mevsul qandaki bu itibarla u yerni kettiklar, çok kettiklar. Ketgandan bu isim mevsul desem müştaq oldu. Unda o ki sizlarga rizq bergan narsaning pokizini yangla. Men sizlarga rizq berman, u narsadan men noyitijik. Bu nima o? Uning ichidan pokiz bo'lgan, halol bo'lgan, sizning tabiatiga mos kelgan, men tabiatning o'zi nafratlanmaydigan narsalarning o'zini sizningki axloqinglar, ro'yitinglar, badaningizga zarar kelmaydigan, mos keladigan, lazzat tatli kelib, shirin kelib yeydigan narsani uchun nim qilinglar, uni uchun yanglar. Shuni nim qilinglar, yanglar deydi. Unda o'ldiki bu Allah Teala insonlarga rizq bergan narsalarning o'zidagi nima ekan, ishki ekan. Bu yerda sizlarga rizq bergan narsaniki pokizli yanlar degan ekan, ha, rizq bergan narsalarning o'zi pokiz bo'lmaydigan narsa uchun bakan degan nima chiqadi, gap chiqadi. Shunga bizning e'tiqodimizda, ahli sunnat va jamoaning e'tiqodida mushundaq oyat va payg'ambar hadisga asosan rizq degan halolmi bo'ladi, haromi chu bo'ladi. Har ikkilisi nim qiladi, bu bo'ladi. Bu gapning o'zi e'tiqodiy kitobcha bor. Endi chunki harom bo'lgan narsalarning o'zi u odam foydalandi, yedi, ichdi, mangdi. Uni ichdi. Bu narsaning ichida, mana u narsaning ichida harom bo'lganimi bor, harom bo'lgani qavo Allohning rasulininki degan bo'yicha unumg'an. Bunu nima uni foydalandi? Harom gap qilib, yolg'on gap qilib uni foydalandi, va'da tutmay uni foydalandi, uni qarzi kechiktirib uni o'rnini qoldi. Men uni shu foyda oldim. Shuningdek uni qo'yib, aldab, ko'z bo'yamchilik qilib, mushundaq saxtkorlik qilib, vaqt deb bermang, men haqqini o'zim mushtaqmuna foyda oldi. Foyda olgandiki bu harom. U nima rizq degan shu. Ammo uning qarshilığında bir nimalar foydali uni rizq bor. Uni men shu to'g'ri yo'l bo'yicha, va'dasiga bo'yicha ado qilib, saxtkorlik qilmay, men tijoratni to'g'ri joyda qilib, ishlab, tepib, men shu qilgan narsa nima bo'ladi? Rizq bo'ladi. Men buni foydalagan hammasi rizq. Unda o'g'aniki bu yerdagi men halol yo'l bilan topgan rizq va harom yo'l bilan topgan rizqniki har ikkisi Alloh taolo tarafdan berilgan nima o bir rizq. Allah Teala bergan nima o rizq. Rizq bo'lganligi shuning ichidagi deydi ey mu'minlar, u pok harom bo'lgan, paskin bo'lgan narsalarni yemay, uningki ichidagi nima pokiz bo'lgan yanglar deb buni uchun duodir. Endi nima uchun pokiz bo'lgan narsa yeymiz? Nima uchun pokiz bo'lgan narsa yeymiz? Chunki agar u odam pokiz bo'lgan, halol bo'lgan narsalarni u odam yemagan bo'lsa, u chog'ning o'zida bu yemagan narsa yeyish orqali bu harom bo'ladi. Harom bo'lgandan bu odamniki harom narsa, paskin narsalarning o'zi. Mayli u
mele hayvanatlar olsun, yoki boshqa naskerekler olsun, şundak naskerekning o'zi bu haram naskerekning o'zi bo'lib hayvonlarda deydi. Mesela kala, mesela müşük, tunguz deganidek yutqish hayvonlar. Shuningdek naskerekniki hammasining egar u halol yegan bo'lsa, uningdagi mijozning o'zi uni go'shtini yedamdi. Yegandikin u odamning o'ziga jismiga nima qiladi? Ta'sir qiladi. Shuningdek bu odamlar qanday qiladi ekan? Hayvon, go'shtxo'r hayvon bo'lib, mana yutqish hayvon uchun o'xshaydi ekan. Hech qanday bir odamga rahimdan men ishni og'ritadigan odam ekan demaydigan gap hozirgi davrda kerak. Mana ishning beshiga mushtaqlar chiqib olgandan keyin bu yer inson aqli vahada deb qo'yib odamni aldab, men qanday qodidini o'ziniki hayvonligini chiqaradi. Bu hayvonlarni chiqarib, bu hayvondan iborat bo'lgan mushlar go'shxo'r, rahimsiz qarab turib, o'ltirib chiqib yeydamdi. Bunun için hayvanlar dünyası körümüz. Göçhor hayvanlarının üzerine. Benim muşnunkin güçlü o yegendikin o cezmen onunki ahlakıga, idisiga ve onunki başka derslerin üzerine hemsinin kulu tesir kılıdı. Tesir kılıdı. Ama mümin bundak çok olmaydı. Müminin boludu. Benim mümin degen gapın üzerine. Benim bunu da rahimdil oludu, işin ağırtılgan boludu, yardım kılıdı. Muşudak birisi kanda okup yapata atıp kalsa onu nim kılıdı. Benim he o dep kolu yetişik kadar işin ağırtıp yardımı birisi ittifak olup muşudak çok kılan gibi. Bunda kılış arka her gün ikinci bir adamın zarariyet kızıgan, onda bir işini çok kılmaydıgan gibi. Şu bunu ne deyimiz, ne hesap deyimizde zarariyet kızıgan, açtak yaptığın üzerine bunu haram deyimiz. Haram bo'lgandan buni uchun qilmaydi. Men bu itiboran uni buzayotgandan Alloh buni uqamaydi bandilarim deb, men buni uchun pokiz yanlan, mushtaq qilsalar sizga asli Alloh taolo yer shariga insonni yaratishga asos maqsaddan biri bo'lgan xalofat degan gapning o'zini anlikni loyiqicha ifora olaysizlar. Deb buni qotib bu yerda bu uqtiradi. Shuning uchun bunda bir haram, bunda bir halol narsa yeyishniki mena ne kadar muhim ekanligi uchun buncha turdi. Shuningdek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne desidan? Men şu yetsin yüzüde meni aldığı günde degandek, yine Peygamber Aleyhisselam şundak degen. Her kandak bir adam bir haram nersini yap kalgan bolsaydı, soht. Şu adamninki bedenide, şu adamnin bedenide, şu haram dikilip kalganımız bir göç, onuğa en layık olan nersi, yokuduğun nersi ne degen, dövzakın uti degen. Onun da başka bu adamninki 40 gözlük ibadeti makbul emez. Müştakçı digen. Onun da başka peygambersen yeni şu halal nersindeki ne kadar mena yiyişindeki muhim ikenliğinden ne mi deydi o? Bir adam sefer kılı deydi. Mena hemimizin malum. Numan'ın Beşir radıyallahu ta'ala'nın yedisi. Benim muşu yedisinin üzerinde peygambersen bir adam sefer kıldı. Seferle uzun kırıp onunki çaşları şundan çok top esip ketken işte bir adam. Capata atıp aşında kırıp bu adam biçarem Şu vaktimizde bu adam üzerine ben Allah'a ben dua kırıp ibadet kırıp Ya Rabbi de müştakçı deydi. Digendikin dimdeydi Peygamber sallam penna yusacab olak. O adam anıdikin yeydiğen nersi deme, yeydiğen nersi haram, keygen nersi haram, işirtivatkan nersi haram, medbette vatkan nersi hemmesi haram yolduğun için keygen. Şu neskerenin açtak olsun, bu adam açtak kötesi, bununki duası kandam icabet kılındı. Yani demek, Allah Teala'ya ibadet ve duanınki mekbul bu işin bir şartı, cezmen o adam ne kılış gerekken, halal nesini şu iş gerekken. Şu an, şu ayet düşken vaktinde, müşterak doğruda, sahabının için bir sahabe, Ya Resulullah, Sa'd ibn Ebi Vakkas, Ya Resulullah, benim dua icabet bulunduğum bir kişi, bu düşünmeden dua kısına degen. Diga kuat özde Peygamber sallallahu ya sen halal nersini işini özüne lazım tut, haramdı saklan degen. Şu vaktitte andikisini kan dua icabet, ibadetin nime makbul, hem işin Allah'ınki yardım bilen doğru bir şekilde buludu diye mezmunun bu ayeti var. Onda varken bir mümin Müslüman için en mühim olan nerse o adamniki yivatkan, içivatkan, turuvatkan, minivatkan, barlık üzgü terlik olan neskerenin üzününki nedin kelgenligini, kayadin kelgenlik bekleyme o mühim. Benim bu ayet karab, benim şunda kırışlık üzü nime pers. Nime o kulu diyen boludu, şuna pakiz nersinin yanına diyen bu buyruk, şu neskerenin üzünün yişlik üzü nime o, ben mümin Müslüman. Ben mümin Müslüman demiş meydi o.
o'zining ishi nimani yesmayli kofir deb. Şun kafirimize işte haram açtık her xil paskın narsa yegandek keyin uni axloqi shundoq, uniki fikri shundoq, u odam rahimtilchi bo'lmaydi. Shuning uchun bu oyatning o'zida mush gapni deyishkim nimachi shu. Endi haram narsalarniki bilan yuqorida dedik. Ikki xil bo'ladi deb. Birsi u g'ayriniki haqqiniki o'zi, u odamni uytib qolgan bu haram. Yin birsi Alloh taolo Qur'oni Karimda haram qilgan hayvonotlar bor. Nima o? U hayvonot yani paskın narsa. Bu paskın olgandan keyin uni Alloh nima qilgan harom qilgan. Men mushu ikki narsa tarafi bo'ladi dedim. Unda olgandan keyin paskın narsalarning o'zi bilan tabiatda u harom. Ikkinchisi bir odamniki haqqiniki o'zi, u odam uytib qolish. Bu haqiqat hammamizga ma'lum. Shuningdek yaxshi ishni qilyotib turib, zakot berib etib turib, zakot bermay turib, mo'minning o'zi osh zakotning pulni ichida zakot bermasa kishining haqqini yeyoladi. Bu nima o? Shunla o adamniki voy degan bilan qolgan ibodat bu maqbul emas. Shunda kishining haqqini ishda yevoldim deb to'g'ri. Men mushunda qilish orqali andikin u adamniki ibodat qilgan maqbul bo'lgan shartni tusvadi. U odam ne deydi ekan? Duo qilamiz. Bu nima ijobat olmaydi. Burunqi davrning o'zida u odamning duosi ijobat bo'ladi. Hem mushu davrning o'zida necha million odam duosi ijobat bo'ladi. Ammo bizniki nima uchun bo'lmaydi? Men dua qilinglar, rost dua qilsak Alloh ijobat qiladi. Uning nimasi bor? Shartlari bor. Bu shartga asosan bo'lish kerak. Uning uchun duoning ijobat bo'lishi, mana ibodatingiz maqbul bo'lishi, maqbul bo'lgandan keyin Alloh rizoligiga erishib, bizniki ishimizni obdan bo'lib, uniki eng yuqori bo'lgan mustaqil islomiy davlat qurishning birdan-bir sharti. Biz yeyotgan, ishlayotgan narsalarning o'ziniki jazman halolchi bo'lish kerak. Bu farz. Qulu degandik. Mayadamda rizq bergan narsaning pokizini yangladi dedi. Unda onun için muzafida boshqa bo'ladi. Masalan, ja g'ulamu Zaydin bilan ja Zaydinning ikkisini farq var. Zaydniki xizmatchisi keldi degan gap bilan Zaydniki o'zi keldi degan farq var. Unda onun için rizq bergan narsalarniki ichida pokiz narsani yangladi dedi. Bu nima u farz? Bu nima u farz? Halal olan narsalarning o'zi buni yeshlim bo'ladi. O har bir mu'min musulmon uchun Alloh mu'min uchun xitob qilayotgan ekan, bu mu'min degan odam buni qilishlim bo'ladi, farqi bo'ladi. Yana bir sonda ekan, vashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Va Alloh shukr qilinglar. Agar sizlar Allohga ibodat qilsanglar, mana haqiqiy ravishda Allohga men ibodat qilaman deb mushtaq qilsanglar, u chog'da Alloh taoloninki sizlarga mushtaq pokiz narsa uqtirib, mana halol o'zi tabiatiga mos kelgan mushtaq narsa deb uqtirib o'zi yaratgan o'zi bilgan ekan. Mushtaq qandiki siz buni shukr etib, men shukr etishim birdan-bir nimasi nima? Ibodat. Ibodat qilsangiz andiki shukr bo'lgan bo'ladi. Bo'lmasa mana ibodatning o'zi tar ma'niki u zikr, tasbih, namoz va hokazo emas. Bundan başka ibadet degan nima? Bütün mushu Alloh buyurgan, to'sgan narsalarning o'zi ubudiyat shaklida, qul degan shaklda, Alloh taolaga ma'bud degan e'tibor bilan siz bütün narsalarning hammani buni qilasiz. Ondan keyin bu nim bo'ladi? O Alloh shukrchi qoladi. Bo'lmaydi. Ammo u odam yeb qo'yib, ishib qo'yib, ondan keyin hamma narsa foydalab, ushta huzurlib oqidan yüzünü şıkır dep koyup uçağınızda. Yani hata işte ahkadan haram neresi kırıp gaybe şikayet müştakkan olsa bu onun katarı kirmeydi. Vaşkurular. Onda o an ki bunu asasen Allah açta bu buyruk oğandikin müştak bir nimetin bergendikin Allah Teala bunu uqturup müştak bizge inam kılıp müştak bergendikin bunun karşılıkta cezben Allah'a şükür kılışımız pers. Nima o? Şükür kılışımız pers. Şükür diyen nima? Şükür degan gapning o'zi rahmat etish. Ya'ni bir odam sizga yaxshilik qilgan bo'lsa, men qanday bir tarafdan yo moddiy yo ma'naviy yoki boshqa tarafdan sizga yaxshilik qilgan bo'lsa, uni qarta u odamniki yeverib shukr tutmay, shuningki qarta hech bo'lmasa ko'ngli xosh qolgan bir gapni qilish yoki uni qarshilab binasi shu ma'qul deb ashta qilish, bu nima bo'lgan bo'ladi? Rahmat etgan bo'ladi. Shukr etgan bo'ladi. Mana bu Allohga mana shukr etdik degan gap nima? Alloh rizq bermas bermaymiz. Alloh uni deb biyojat. Unda uni Allohning buyruqicha ijro qilish. Buni bu o'zi
nait nima muhim bo'lgan bir ibodat. Shukr degan pek çok muhim bir ibodat. Bu shukrning o'zi Qur'oni Karimda bir qancha shu deydi. Şu Allah Teala başka yerimizde ben bir qancha jihyaji shukr qilinglar, shukr qilsa Alloh yaxshi ko'radi. Kimki shukr qilsa ondan shakara kim va men shakar kimki meni shukr qilgan o'z uchun bo'ladi. Shukr qilmagan bo'lsa, o'shangiz uning zarri o'z uchun bo'ladi. Chunki shukr qildiki Alloh Taolo rahmat qilib, anikin nima qilgan gap, "Va men rahmat o'qidigan ma adam." Unda o'g'lim jiqqalay deydigan gap uning ziyodasini berdi. Va men shakara nima va men shakar nafsi degan o'sha nima va oyat cho'pa. Va uning boshqa jiqni bilan oyatlar cho'pa. Bu shukr qilish ne'matning o'zi rahmat etishning o'zi bir mo'minniki alaydi bir nimasi alaydigi. Mana kofirlarniki o'zi nima o? Bu shukr qilmaydi. U nima kofir deb tuzkor. Mana bir shu Alloh bergan ne'mat qilsa iymon etqil. Unmay bütün ne'mating hammani vujud poyi bar qilish, mana azon mushtaq, o'zing azon saq salomat mushtaq qilish hamma narsa Allohning shu bergan ne'mat. Bergandikin asl buniki qarshiligida u odam, mushuni bergan zotning o'zima iymon etdi, nima shu bo'yicha qilay deyish kerakdi. Lekin uning uchun qilinmay, oxirida berib nima qildan qarshi chiqib qilgan odamni o'ltirib mustaqillik Allohning nimasi dushmani, shunda butkul nima mo'min musulmonning dushmani bo'lgan ekan. Bu nima ig'ir darajada. Endi Alloh shukr qilinglar degani, "Va ma ahallalakum." Alloh sizga halol qilgan narsaga asosan nima qilinglar, shukr qilinglar. Mana tayyibat nima qilib beribdi, deb bo'lsa halol qilib beribdi, buni qarshi shukr qilinglar. Mustaqil qilibdi, agar uni tusatgan bo'lsa, o'sha qadoqli haramda, uni hech qanaqa qilolmaydi. Undan Alloh taolo yer sharining ichidagi bütün narsalarni buni foydalaninglar. Qanday qilsangiz mayli, shuning ichidagi yana halol bo'lgan, pokiz bo'lgan, hech qanday ziyin, badaningizga, sizniki salomatligingizga, mana ro'yitingizga, axloqingizga, insonlikqa ziyon qilmaydigan, foyda qilgan mush narsa uchun yanglar dedi. Degandan bunu Alloh taolo ashta qilib, bunda o'g'ilga qilibmi, kim qilibdi undan bo'lsa. Onun qarta nima qilganmiz, Alloh shukr etganmiz. In kuntum iyyahu ta'budun. Agar shu Allohga ibodat qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni ibodat qilaman desangiz, shukr qilsiz, ibodatni o'zi nima? Allohning buyrug'i qilishing shukr. Og'zim bo'ladi. Mesela azim bo'ldi. Bunun qarta Peygamber sallamniki shukr qilishi alhamdulillah degan eng shukrlik reisi. Mushdaq degan nimalar bor edi? Uni boshqa Alloh zikr tasbih etish, maqtash, uni sano etish, uniki amr farmonlarini qilish, uniki kuchimiz yetgan qadar o'gitish, o'g'inish va shuningdek boshqa uni yezish haqi deyish. Men mushniki hammasini bo'ladi. Allohga shukr etgan bo'ldi. Xudoy mushman beribdi. Unda o'niki buniki rahmatiga berganga asosan men buni yetkizmisam, o'rgatmisam, demisam, so'zmisam bo'lmaydi. Desek anidiki nima bo'lgan gap bu shukrchi bo'lgan. Bu bir ibodat. Bu bir ibodat. İnnema harrama aleykumul meytete ve'd-dama ve lahmal khinzir. Cezmen meni Allah Teala sizga ölüp qolgan narsani haram qildi. Endi bu yerda sizga rizq bergan narsaniki ichidan halol o'g'ini yanglar degandikin, bizga rizq bermagan narsaning ichidan yana haram bo'lgan, his bo'lmaydigan bir narsa bor ekan degan gap chiqib qolamda, chiqib qolgandikin u nimadir ya Alloh desa, anadiki bu oyatdan yuqori oyatning munosabati shu. Nim bo'ladi? Bu yer 4 tanasi. Mushu 4 tanasininki o'zi Allohning rizqi bir odamni qolgan bo'lsa, u joningizda buchu sizlar uchun nima zararlik, ziyonlik va zararlik. Unda o'g'aniki bu narsalarni uchun yemanglar, qolgan narsani yanglar deb buni uchun deyishlik. Endi yin bir nimaning o'zida bu oyatning o'zining tushishi mana ba'zi odamlarning o'zi oniyayman degan vaqtimizda shu vaqtning o'zi tushgan degan bundaq nima bor? Rivoyatlar ko'p bor. Bu yerda innama degan gap bor. Innama degan gapning o'zi nima? Innama degan huruf bu shafatli til, ma degan nima? Mai kappa. Mai kappa bo'lib, inniniki harakatni amal qilish tusvatidi. Tosqandiki unidiki yana pash qilib, zibar qilib degan gap yo'q. Endi bir ma'nining o'zida, mana ilm ma'nining o'zida innama nima? Huruf nima? Hasr. Ya'ni
Mana innama zaydu qoimun desak nima degan gap? Jazman zayd o'rtog'uchidir degan gap. Zaydniki o'rtog'uchilar munassir. Ya'ni ashini shuni qildi boshqa nima uchun qilmaydi. Unda ona hasr degan ikki. Hasr degan izofiy va haqiqiy deb o'qidik. Unda onaki bu yerdagi hasrning o'zi nima? Izofiy bo'ldi. Endi innama zaydu qoimun degan vaqtida bir odamning o'zi agar zaydniki nimasiga o'rturdi, o'ltirib oldi degan gap bo'lsa, o'chanda buning nima deymiz uni? Hasr izofiy. Yani qasr izofiy bo'ladi. Jazman zayd siz degandek unda o'ltirib olgan emas, faqat o'rtirib oldi degan gap bo'ladi. Va qasr izofiy bo'ladi. Endi bu asr qasrniki haqiqiy nihoyat oz tepil deb o'qidik. Yo'q darajada. Endi bu oyatning o'zi shuni qatoridan. Faqat Alloh taolo tövandagi 4 narsasini harom qildi, faqat shuni qildi degan nimga yetdi? Shuni harom qildi degandan moli nim qildi shu vaqtda 4 narsadan boshqa. Ashundaq yili to'g'ri oyoq qo'yib etib soib deb. Yeni bir bilimi deb, yeni bir deb men mush naskaran yuk bir naskaran o'ziniki xato diniga asosan buning uchun qoldi o'chada harom deb e'tiqod qildi. Harom deb e'tiqod qilgan ekan, mayadik asosan faqat mana Alloh harom qilgan naskaran o'zi mush 4 narsa, uning boshqa narsa nima emas, haromchu emas. Endi yeni bir oyat bor, Sura An'amdagi. Bu yer 78 tane var. Men muşunlar birle koşup desek şu narsa oldu. Onundan başka narsa bo'lmaydi, haramçı bo'lmaydi. O nima halal degan şu mu yerden bo'ladi, gap şu bo'ladi endi. Endi faqat Alloh taolo sizga ülüp qolgan narsani şu haram qildi. Haramçı qildi. Yani haram qildi degan to'sti degan gap. Nima o to'sti? degan ne bo'ladi? Gap shu bo'ladi. Bo'lgandikin uniki lug'at ma'nosi o'zi asli bir narsa olmasa, yeni bir narsa uni ichiga kirgizmay, nihoyat mustahkam ashlab turib olgan bo'lsa, bu haram. Shu harim o'ziniki ayolni haram, arab so'zlarini gapda harim shu deydi. Chigirning o'zini deydi uni haram, ya'ni mana Ka'badagi atrofidagi haramda bir chigir bor. Men musha nima hurmatli ulug' uning ishida o'ziga loyiq bo'lgan, o'zi yaxshi ko'rgan narsa qilsa boshqa qilmaysiz degan gap bo'ldi. Shunga u yerda harom ishni qilish, haramning ichida turib, haramning hududining ichida turib, yolg'on gap qilish o'zi nima u tubtil xato. Shunday bir odamni o'ldirib, undan qilish o'zi nima u muchu xato. Shu bu harom degan gap shu. Ya'ni Alloh taolo mana bu harom degan nima? Haram degan gapimizni Alloh taolo Qur'oni Karimdan shuningdek payg'ambar alayhisolatu vasallam uch hadis o'zida ma'ni qilmanglar degan bo'lsa bu shar'iy tarafdan bu haromchi bo'lgan bo'ladi. Uni bir mu'min musulmon bo'lishi e'tiborlan u naskarani o'zida u odamniki o'zi yeb ichib ishlatib qo'yishi qat'iy nima emas, u durustchi emas. Endi üzülüp qolgan narsa. O'zi o'lib qolgan narsani harom qildi deydi. Nima degan gap bu o'zilib qolgan narsani nima qilish harom? Desa Imom Suyuti deydi, akluha deydi. Ya'ni o'zi o'lib qolgan narsani yeyish harom. Nima uchun bu yerda Alloh taolo innama harama alaykum maytata degan yan o'zidan innama harama alaykum aklal maytata akl demaydi unda bo'lsa. Desa bu yerda akıl değişmesin üzeri o kalan nima qilib uzatmay hammadan bo'ldi deyish. Nimishqa? Chunki gap bu gapning o'zida shu. Chunki gap nima? Shu yeyishning uchida gap. Bu yerda uylikni gapni qilsa, o'sha yeyishning gapi bo'ladi. O'shalda bu yeyishning gapi bo'lgan ekan, uylikni harom qildim deganning o'zidan, ya'ni yeyishning harom degan gap u yerda uqib qoladi deydi. Shunga bu yerda aklal nima maytati demay nima de uni muzofni tushirib, muzofni ilanishi u yoqcha qo'ygan gap deb Imom Suyuti shunday deydi. Ya'ni yeyish harom. Mana o'zi o'lib qolgan degan narsa nima bo'ladi? O'zi o'lib qoldi degan gapning o'zi mana bo'g'ilsak halol bo'ladigan hayvonotlar bor, jonliqlar bor. Shu narsalarning o'zi men o'zligidan o'lib qolgan bo'lsam, bu narsalarning o'zini yeyishga bo'lmaydi. Shu bo'lmaydi. Ammo bo'g'ilsam halol olmaydigan harom narsa bor. U zodi o'lib qolsa, qilmasin, u nima u halol, nima u harom. Uni da haramni hech qanday yo'q, gap shu yo'q. Unda o'lki bu yerda o'lib qoldi degan maytat degan tap deb atildi arabchimizda, bizim Uyg'ur tilida tap ya'ni o'zligida o'lib ses boshqacha qilib qolgan degan gap, buzib ketgan degan gap. Unda o'lki bu yerdagi maytatniki o'zi bu nima degan gap, ya'ni
maytat degan gapniki o'zida bu o'lib qolgan degan gap kala qo'y, ya'ni bo'g'ilsaq ayo nima halol bo'lgan narsalarning o'zi o'zligida o'lib ketdi. O'lib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida bu nima o? Bu harom. Uni katta inson uchun bo'lmaydi deydi. Va kaza ma ba'daha. Shuni o'xshashtir anda bir hukmki shu maytatida keyin keladi. Maytatida keyin kelgan nima va lahmul khinzir. Dam nima? Dam va lahmul khinzir chuba. Men mushadimi qonni harom qilindi, tunguzin go'shi harom qilindi degan gapni o'zi yeyish nim qildi u yerda haromchi qilindi degan nim bo'ladi, gapchi bo'ladi deydi Imom Suyuti. Unda o'lkan vahiya maytat degan nima deydi? Maytat degan gapning o'zi Uyg'ur ma'nosi uniki ma'lam yuzakka shar'an. Anda bir nimasi bo'g'izlanmadi o nima shar'iy tarafdan. Shar'iy ko'rsatgan yo'l qonun, ya'ni bir odam bir hayvonni bo'g'izmoqchi bo'lsak, o'chada halol qon hayvoni bor. Shuni bo'g'izgan bo'lsak, o'chanda u odam men bismillah Allohu akbar degan bo'lsa, pishoq bilan degan yavanima pishoq bilan ko'rsatgan kigidigi bor. O'sha opir pishoqni surib qonni chiqargan bo'lsak, uningdagi nim bo'ladi o halolchi bo'ladi shar'iy tarafdan. Bir mushudda qilmagan hayvonlar shar'iy tarafdan nim qilmagan, bo'g'izlanmagan unda hayvonlarning hammasi, ya'ni shar'iy tarafdan qilibdi odam bismillah Allohu akbar demabdi. Demay ashta bo'g'izlagan bo'lsa, o'chan o'zida buni o'lib qolgan hayvon deymiz. Zaten o'lib qolganligi o'lib qolgan, uni qat'iy yig'ilmaydi. Ammo shuniki qatorida mana bo'g'izsaq halol bo'lgan bir mu'min musulmon er ayol bo'g'izsaq halol bo'lgan hayvonning o'zini bir kofir o'zini qilibdi, bismillah demay yoki ashtaq mu'min o'zi qasdan ashtaq demay o'lib qolgan, o'ltirgan bo'lsa, maytat ol. Uni go'shtni yeyishni o'zi nima harom. Uni qat'iy yeyish uchun bo'lmaydi. Birdan bir halolga aylantirgan narsa, u narsaning o'zi jazma bir mu'min musulmon yoki er ayolning o'zi bismillah Allohu akbar deb nim qilish kerak. Uni rasmiy pishoq qilib, bo'g'izsin degan yerga opirib, o'chani o'zi pishoqni takkizib, qon chiqarib, o'ltirib anda qilsa, u nima halol. Unda o'lkan o'zi o'lib qolgan narsa dedik. O'zi o'lib qolgan narsaning o'zi zodim normalda jiq. Undan boshqa o'zi o'lib qolgan narsalar bor. Uchun shu harom desa bunda deydi. Undan boshqa bir halol bor, o'lib qolgan narsa yana harom. Nima halol o'g'ini bor. Qanday? Mana yana halol va harom bo'lganning ichiga tövanda yana bir qancha narsa shu bor. U shu. Va qo'shildi shu o'lib qolgan hayvon o'ziga sunnat bilan anda bir narsaniki, anda bir a'zoniki ajirtildi, o narsa tirik hayvondan. Mana tirik hayvonning o'zidan bir odam mesela qo'yni tirik qo'zib putini yo qo'rig'ini yoki kalaniki puti bilan kesibdi. Kesib olgan bo'lsa-mu, men mushu narsalarning o'zi bu nima harom. Chunki buniki harom bo'lishini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'ziniki hadisi shu degan. Sünneti sabit olgan. Ne bo'lgan? Sünnet sabit olgan. Endi va xussa minha as-sabaku vel jaradu deydi. Endi haram bo'lgan o'zi o'lib qolgan narsaning ichidan haram bo'lmaydigan narsa bor. O qavun xos qilindi bu o'lib qoldi degan narsaning ichidan beliq va chekatgina. Endi beliqning o'zi mayli tirik tutdi, mayli o'lik tutdi, bu biz uchun nima o halol. Mayli er tutsin, mayli musulmon tutsin, mayli kofir tutsin. Uni da bismillah bo'g'izlash shart bo'lmagan ekan. Men o'chamizda u mayli er olsun, yoki ayol olsun, yoki kofir har qanday bir odamni tutgan bo'lsa, uni tutib akagan bo'lsa, uni yesak nima u? Agar u yelib o'g'irlab akamay nima qilmagan bo'lsa, o'chamizda bu o'lib qolsin, o'chamizda ana o'lib qoladi. Bu nima halol? Deb nima halol? Endi shu beliqniki o'zini muqtamda o'lib ketdi. O'ziga o'lib ketdi-da yoki dengiz biyaning o'zidan. U bak burab ketmabdi, sesib ketmabdi. Sesib ketmay, o'cha sesib ketishning oldidan o'chanizda uni tepibdi. Tep olgan bo'lsak, o'chanizda bu nima u halol. Bu haramchi emas.
Endi yana birisi chekatga. Chekatga deydigan bir narsa bor. Chekatga deganiki turmidagi jiqqandi. Unda o'nki shu chekatkining o'zimi bu o'zigidan o'lib qolgan bo'lsa, u o'lib qolgan bu chekatkining o'zi nima u halol. Chunki payg'ambar alayhissalatu vassalam hadisidan ikki dona o'likniki o'zi halol qilindi va ikki dona nima qonning o'zini nima qildi? Mana halol qilindi deb shu qatorda beliq bilan chekatkining gapini qilib, anidekin qonniki ichidagi qonunan bo'lgan bo'lsa-mu, u narsalarning o'zi bilan Alloh taolo halol qilib berdi deb, mushu jigar bilan tonning o'zini chu degan. Mushu degan. Unda o'nkin bu yerda o'likning ichidan bunu biz onun için xas qilib bu ikki narsa chiqarib oldik. U nima halol deb chiqarib oldik. Haromning ishini chiqarib. Buning uchun xas qilindi deydi. Endi beliq. Yani bu deniz mahsulotı. Deniz mahsulotiniki hammasi nima o halol. Endi İmam Azam rahmetullohi alayhi ko'z qarashicha mushu beliqning boshqasi bo'lmaydi degandek mustaqil nima gap cho'pa. Endi bu yerda şu deniz hayvanlarının içinde mesela tunguz beliq yoki icht belig'i bilinadigan beliqlar var. Şu beliq kelgan vaqtida anladiki bunun da o'xshagan ko'z qarash shu bor. Ba'zilarda yesak bo'ldi, ba'zilar yeyish uchun bo'lmaydi. Go'sht qo'rg'ongan ekan. Va harom qilindi, sizga harom qildi Alloh taolo sizga nima qonni. Ya'ni qonni degan gap masbuh. Yani demi mesbuh. Yani demi mesbuh degan gap ilk sapaning yaspada sağda degan ma'noda aqti degan gap. Yani u qonning o'zi bir jonliqdan chiqib, o'sha ilk suvga chiqqan bo'lsa, jinning o'zidan, ya'ni bedenning o'zidan shu oqqan bo'lsa, shu qonning o'zini ishlatish, yeyish, setish va kazo binaskarniki hammasi nima o harom. Nima harom? Endi bu yuqurdan o'zi o'lib qolgan hayvonlarning ichidagi, shu o'zi o'lib qolgan hayvonning ichida men bir qancha narsaning o'zini istisno qilib chiqargan bo'lsak, uningdan boshqa tunguzdan boshqa hayvonlarniki o'zi o'lib ketdi yoki o'ltiribdi. O'ltirgan bo'lsa, uningki terisini elib, uni ashlab foyda olsak nima o halol. Nima halol? Mana qo'yniga o'zi o'lib ketdi. Masalan, eshak o'libdi yoki kali o'lib ketdi. O'lib qolgan bo'lsa, uçağınızda bununki tersiz boludu, uçağınızda halalçı boludu. Şunu da bu üzülüp kalan hayvan hakiz akirahniken böyle tükleri nime o pakiz. Yani şurada bir tükünün üzeri bizdeki yarık kim geçecek o yer yıkıp kalan bolsa onun boludu o paskınçı bup ketmeydi. Çünkü o tük degen gapning üzerinde hiç kandak o yıkıp kalan onda bir narsa şu yok. Bu kez kirahniken üzerine bu yer nimkalımız yani ıslakıp çıkarılmış. Hem de kalmasız üzeri. Qonniki o'zi aş ekib chiqqan qon bo'lgan bo'lsa, o'chani ayirib badanning o'zida bu harom bo'ladi. Ammo u qonning o'zi, masalan, go'sht bo'lib ketdi, va kaza gapni u harom emas, chunki ahmagan ekan. Endi uni pokizlab yuvatqanimiz taxminimo yaxshi bo'ladi. Mana bu dabu masbuh deb bu yerda nim qilamiz, buni qayd qilamiz, mutlaq emas. Uni qandaqki sura An'am dedi. Sura An'amning o'zida mana upuchq Allah men harom qildi nimani daman masfuhan. Men oqqan qonni dedi. Unda o'niki bu yerda dam degan mutlaq bo'lsa, oyatga asosan bu muqayyat qilib, men xos nima deymiz o'chanida oqqan qon deymiz deydi. Unda o'niki oqqan qon o'g'anikin agar o odamning ichida men bu badalda chiqmay og'rimagan qonning o'zi demaymiz, u paskir emas, harom emas. Qachonlik chiqib ketsa angarab. Bu e'tibordan shu bizniki Hanifiy mazhabning o'zida qon chiqishniki o'zi. Qon chiqib ketgan bo'lsa, bu tarafni sindirdi degan men boshqa hadisga asosan deb mushlab ko'z qargan, mush sababchi o'zi shu. Vayna Alloh taolo harom qildi tunguzniki go'shini. Yani nima tunguz go'shtini yeyish, yuqoridani taqdir qilib aklini aytdik. Yani tunguz go'shtini yeyishning o'zi nima haram. Endi bu yerda tunguz degan gapni bilamiz. Tunguz degan bir qancha qiladi. Bizniki normal ishlatayotgan tunguz, andiki quruq tunguz, mana suvda yashagan tunguz. Mushu tunguzlarniki hammasi agar bu hayvonning o'ziniki bu halol haram bakishning o'zida bir hayvonning o'zi suvda tug'ilib, suvda yashab o'lgan bo'lsa, u nima halol. Agar
quruqlu yaşap uçağınızda suda ülüp, quruq tuğulup, uçağ suda yaşap kılgan bolsa, onu ülügen nesilme halal şu eme. Diğerinde muştaq nimalava ayrım, muştaq alayda bir-birlep nim kılgan hükümler şu var. Onda var ki, bu yerdeki tunguzun yüzü mutlaq bulup, mayli quruq bolsun, mayli suda yaşaygan nimeler, işte ne deyimiz uçağınızda, işte belirli kik, işte keli deyimiz. Onda var ki, bunun içine nim kılıdı, kirdi o diğerleri çok var. Mayada Allah Teala tunguzun yüzü göçlü has kıldı. Ben nim kıldı, nim dedi, tunguzun göçü haram kılındı. Yani Allah haram kıldı dedi. Onda onun göçlü haram kıldı, diğer yanın yüzüde göçtüm başka neresi halal o. Diğer gep çıkıp kaldı. Bu nime? Göçlü yiyorsunuz halal, onun da başka teorisini, vakaza, bilmez halal diye gep çıkıyordu. Dikin. Nim için bu yerde Allah Teala lahm deydi o. Desem, çünkü bu göçlü bu yerde lahmul khinzir deb lahmini ekirişin. Çünkü bu göç diyen şu tunguzniki asas tutup gelgen nersedin maksatniki çoğu nime göç. Göçtüp yayman deydi. Onda var iken bu yerdeki itibarla bu yerdeki göç diyenlerin üzerine her gün göçlünki başkası halal diyen gepçi çıkmayı deydi. Şimdi ve gayruhu tebeun lehun. Şu göçlünki başkası, tunguzun göçlünki başkası, mesela tüke, terisi, vagaza bir nezkerahın yüzü uskandaydı. Bu nezkerahın yüzü bu tunguzun göçlüğüne ergeçki. Bu yerde tunguz degen geminin asasen bir adam tutup bir kısa yaymen göçündeydi o. Ondan şu itibarla sile anlık ne dedi Allah Teala göçü haram dedi. Bu yerde unda diğerlerinin yüzüden göçlünki başkası olan neyse halal demek için emez. Şuna tunguzun yüzündeki haram ikkenligi necasetül ayn. Nima necasetül ayn? Men tunguzniki hemmisi nima? Kütkül azaniki hemmisi aynen gende. Unda oğaniki paskına. Paskın oğaniki bu nezkerahın yüzünden boludu o haram şu boludu. Şuna bunu her bir işletiş çok bombaydı. Halal olgan terpi çoğu yok. Nima çoğu yok. Mene eğer o adamın yüzü tunguzun teriden yasalgan, yoki tikilgen kiyim keçek, yoki ayak, yani keş, ütük digeledek bir nesu pagan bolsa, bu nezkerahın yüzü eğer şunu namazı pagan bolsa, bu adam namaz emez. Çünkü nimişkan, çünkü o haram diyen gepin yüzü paskıla diyen gep buldu. Namaz okuyduğu adamnikin, namaz okuyduğun cayı, kiyim keçigi ve bedeni paskın nersedin yüzü pak oluş gerek. Şer'iden bu tunguzluk alakadar olan nersin hemmine haram digendeken bu itibaran haram degen paskılar degen yapıldı, zararlık degen yapıldı. Bu itibaran uçup bulmaydı gibi. وَمَا اُوِلَّهِ وَمَا اُوِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ Böyle anda bir mesela haram kıldı ki hilal yani avazı kötürüldü o nersini nim için Allah'ın gayrı için. Allah'ınki gayrini Allah'ın başka olan nersi için avazını kötürüp açtak nim kıptı o adam Allahu Ekber de buğuzlattı. Yani üzücü buğuzlattı. Allah'ınki ismi de başka bir ismini atar. Mesela uçağını kantaklıkken uçağını kapırların yüzü, müşriklerin yüzü vay nimen vat ubel vat uzzanınki nimisiyle başka öldürdü. Deydiken bu avazı kötürüp kılgan gepken. Onda o vakitin şundak örtügen nesi olan bolsa, bu neskerahınızı Allah üçün bulmayın, Allah'ın ismini dep örtümeyin. Uçakkan bolsa başka nesin ismi deyişi arka mesela köyümüzdeki ya ki nemi depti mesela palani ülüp ketken hocam, ya ki o kabre, ya ki o bu depti. Şunu diş arka onu örtügen bolsa onu onuğa Bismillah Allahu Ekber demeyin. Ama Bismillah Allahu Ekber depti konuda ben ülketken kalırım o atıdı bana sağ o başka. Ben muştak diyen bolsa halal oldu ama ondan demegen bolsa onu eskeren üzü nime o haram. Yani o hilla diyen gap o hilla deydi İmam Suyuti zubiha el esmi gayrihi. Yani buğuzlandı o hayvanını şu Allah'ın ismindeki başka ismini de. Allah'ın isminin başka bir ismini de açta buğuzlanan bolsa bunu haram kıldı Allah Teala. Deylendi. O da varken nimişka uhilla deydi onu da olsa. Uçak uhilla demek zubiha de sonmamdı. Ama zubiha bihil gayrillahi disçu bommamdı. Dise uçak dedi
İhlal. İhlal degan gapning o'zi asli lug'at nima? Ovozni ko'tarish degan gap. Nima deymiz uni? Ovozni ko'tarish deymiz. Shunga Kitabul Hajning o'zida ahalla deydi. Bir odam ihrom bog'lab bo'lgandan keyin, undan keyin takbir o'qish kerak. Takbir o'qib nima deydi ana? Ahalla takbir. Bu odam takbir o'qiydi deb ma'no. Chunki ahallaniki lug'atmas asli bir odam bir gap qilib ovozni ko'tarib qolgan bo'lsa, buni arabchada ahalla deydi ekan. Shunga mayilki 3 kunlik açık qavat, tunç qatam açık qavatımızda hilal deymiz. Aşağıda hilal deyişinin için çünkü her qanday adam yeni açık qaldı. Oy, ay çıktı, ay kötürüldü, ay körülüp geldi, əhəllər deb muşa deydiğin adet var ki. Şu itibarla onu əhəllər deydikken. Ondaki bunun ismisi hilal deb şu ataklı. Ondaki bu yerden de o adetin üzerinde hayvan öldürüş vakti üzerinde avazı kötürülgen boğandikken bu itibarla avazı kötürülgen nesiki Allah'ın gayrı için. Yani öldürüş vaktimizde avazı kötürgeldeki bu itibarla şu buğuzlaş diyen gapninki deyişli onğa avazı kötürdi diyen gapnin deyişi şu. Bu o mani neymi o ya da avazı yani buğuzlu diyen ki o mani de onu değil. Kanımış konuda olur desen berti bu Araplar kötürdü bu Araplar şu avazının üzerine buğuzluğa vaktini kıldı kötürdü. Araplar şunda adet varken İslam dini kirişti burun. Yani muvakken adet varken. Şu adetki asasen ne kılırken onu öldürürken. O da kötüken. Ama üzüm ilahlar için açtağ ne kılırken kötürdüken. Yani kötürüp oy işte kılıktırdık deydiken. Yani şu itibardan böyle bu yerde Allah Teala zubiha deyganın onluğa ehelle, uhille de mecul keltiriş sebep şu men muşo deydendi. O anda bu neske avaz kötürüldü o neske. Yani buğuzlandı o nesini. Diyen ne buldu? Gepçu buldu değil. Femenüs turra gayra bağın ve la adin. Şimdi ma ayetin üzerinde tört neslinin üzeri haram. Şimdi tövendeki keladigan Sure En'am ve onun başka Sure Nahl ve Hicr'nin üzerinde bir qancha neskarani şu deydi. U yer diş arqıq andikin haram neslinin üzerinde ma şu deydi. Qağalların üzerinde u yerdə şu toxtılmış yani. U yerdə şu deyildi. Şimdi Allah Teala muşta tötlersini haram kıldı. Katli iman diyen gap mı olsak, o canlıda şu neskarın üzeri haram olsun, bazı vaktin üzerinde onu halal şekilde hesaplap, onda kısmının kısmı da yiyişçi bolu değil. Kandak değil. Bir ademi ki üstürre, bir ademi ki mühtaç kılınıptı o ademle. Hemen üstürre. Üstürre diyen gapın üzeri pilime çoğun. Onunki payilime mehsup. Uçağınız neymi kutluğunu diyen gel. Bir ademi ki, o ademni aşı haram nesini yişka bir adem iltica kırıp aştaki muhit, ahval, sefer, vakiza işin üzü, ya yemeğe diye ya olmadıkken şu kılıkların üzü, şu ademni aşı haram boğan nesini yişki çok mecburlattı. Uçağınız paylıçı şu. Onda var ki muştan mecburlap kalgan olsa uçak kanda kıldım deyin. Yediz bilesi yok. Ölüdü o adam onu yemişse. Ben uyadayım bana kanva yakin tunguzun güçü var. Müştakçı nese. Yakin bana bu şu nimeler var. Yüz ilpan hayvanlar var. Benim uçağımızda bu adam kanda kıldı uçağda canlı saklaşışının üzeri, canlı kutulduruşunun üzeri nime o pers. Nime vacip. Bu yerde ben müştaktayım de eğer o adam açtak yan üzerinde eğer adam ilk ketken olsa bu adamın üzerine yüzünü öldürüp aldı diyenin katarıcı buludu. Bu ağır derece demek o günah. Nime ağır derece günah. Şuna yüzünü öldürülüş İslam dinimizden katli nime o haram. Katliçi bulmayın. Şuna peygamber bir adam yüzünü müştak öldürüp açtak yüzünü taşlap koygan olsa kıyamet küçük aş yer şanın tehdide aşı ava çıkıp açtak şu müştak yerin tehdide müştak düşüp açtak azaplığını da diyen mezmun nime yedisi çopan. O da ki bir adamın yüzü mühtaç kılınıptı. Yani el cahidu daruretu deydi. İla akli şeyin mimma zükire fekelehum. Bir yani zürre isture diyen malum esamına meniyetimiz. Yani mecburlaptı o adamın zörüret. Pay zörüretkenler. Muhit. Mene bir şeyin yişniki anda bilemez yokur değildi. Yokurdu diydigen bir neskerin yişni şu zörüretin üzü yemiş şu bu canı kutulur gerekken. İşte ülüp gelirken.
u odam uni nima qilibdi, uni yapti, o'zini jini quturdirman, men hayot qilaman deb uni yaptiki, uni yemasa unidan boshqa bir narsa yo'q. Nima unidan boshqa bir narsa yo'q? Unda o'ylanki bu odam shu vaqt yegan bo'lsa, yeyishda bunday yeydi. G'ayri bag'in. U odam tajovuz qilmagan holatda yapti. Ya'ni nima degan gap? Xorijin alal muslimin. Mayadamda bag'i degan gap kelgan bo'lsa, bag'a yapg'i bergan deydi, asl talab qildi degan gap. Endi birisi islomiy davlatning o'zi qarshi chiqdi. Musulmonlarga nima qildi? Qarshi chiqib, uni isyon ko'tarib, unga men mushta islom hokimiyatini mushta uyuryapman dedi degan gap. Men mushundaq odamlarning o'zi, men ashta urush qildilarni u yoq bu yoqga ko'rib. Bag'a vaqtida bu odam agar ashundaq bir odamning o'zi mushundaq bo'lmagan vaqtida andiki bu odam yapqasi Alloh nima rahmat qildi. Ammo bu odamning o'zi agar shundaq holatda ashta yegan bu ashta qilgan bo'lsa, bu odamning o'zi asl xato. Men mushundaq qilgan bo'lsa, u odam yeyishga bo'lmaydi. U odam nima u durustchi emas degan gap. Ya'ni xorijin alal muslimin, musulmonlarga qarshi isyon qilmay, u odamning o'zi andagi tajovuz qilma degan gap shu. Tajovuz qilmay, u odam safar qilibdi, u yoq bu yoqqa berib ketgan. Berganligi zo'rat bo'lib ketdi. O'chal yegan bo'lsa, andagi Alloh g'afur rahim. Ammo unda qilib turib, mana ashunda qilib turib, musulmonlarga islom hokimiyatiga qarshi turib ashta qilib qolgan bo'lsa, o'chalda bu odam yegan bo'lsa, men ig'ir gunohchi qon bo'ladi. Alloh buni nima qiladi? Hisobchi oladi degan gap bo'ladi. Endi Imom Suyuti bag'iniki o'zini xorijin alal muslim debdi. Bular nima qildi buni? Buni tafsir cho'q qildi. Endi boshqa yana o'yna. Vala adin yana tajovuz qilmagan holatda. Ya'ni nima degan gap? Bu tajovuz degan gap ado yadu deydi, dushmanlik qilib hadidi eshib ketdi degan nima? Ado yadu deb kelsa, chekidin eshib ketdi, ya to'may chekidin eshib ketdi nima deydi? Ado deydi. Mana mushudaq chekidin oshmagan holatda mushudaq u odam yeb ketdi. Ya'ni mutaddin alayhim biqati tariq. Mana tajovuz qilmagan holatdagi, ya'ni tajovuz qilmagan holatda musulmonlarga yo'lni kesishlar. Qanday yo'lni kesib qaroqchilik qilib, bulongchilik qilib, masharning sirtida qildi. Qaroqchilik, bulongchilik qilish orqali bu odamning o'zi u yer kelsa u odam yo'q. Bir kelsa musulmon bulaydisak, o'cha boshqa odam bulaydisak, u mal yo'q. Chamidi, yersa binas yo'q u qaroqchilik. Shunga bu odamning o'zi o'cha qanday qildi, ya'ni shu harom narsa yeb qilinish shu mushta odam bo'lmagan bo'lsa, Alloh uni mag'firat qilib uni kechirdi. Uni qildi, kechirdi. Ammo u odam qaroqchi ekan, o'g'ri ekan, mushtaq nima bulongchi ekan. Bu chog'da bu odam shu vaqtda uni yeb qolgan bo'lsa, u chog'da Alloh buni nima qildi? Azoblaydi. Buni bu Imom Suyutiniki mayada degan ko'z qarashi mushu. Endi yine boshqa nimada bir odam muhtoj bo'lib qolibdi, bag'i bo'lmagan holatda deganim, ya'ni u odamniki talab qilmagan holatda ekan, ya'ni u odam nima ekan, uni qo'saqni to'yg'izib tasi ishtiho jihatdan bundoq qilman demasdi deydi. Tajovuz qilmasdan. Ya'ni chekida oshmaslik. Ya'ni uni uchun bag'i kuch qilmaslik. Ham chekida oshmaslik. Ya'ni qo'saq tuyib qolgan qadar osh odam o'zi uni yegan bo'lsa, u chog'da uni tazi volayya endi burun yigil olmaydi, qo'saq to'yg'izib bundoq emas. Shu normal holatda. Endi bir sen tajovuz qilmagan holatda degani, ya'ni u odamning o'zi boshqa narsalarning o'zi bo'lsa-mu halol narsalarning o'zi, yo'qa men moya degandim, men yeyman deb, oyat batusim uni qilmay, meni hujum qilib, men harom narsaning o'ziga, men safar qilib biz yesak bo'ldi deb qolsa degancha kim bo'ladi? Gap bo'ladi. Buni bo'ladi, gapchi bo'ldi. Agar ashida qilgan bo'lsa, bu odamni yeb qolgan bo'lsa, u odamning gunohi Alloh kechirmaydi. Agar bundoq qilmagan bo'lsan, qolsa jonni qutuldirishgan, faqatda yo bir ishkital, yo ozroq yeyishgan. Shu o'limalarimiz mushunda vaqtida qandoq yeydi desa, shu o'limalarimizni o'zi bir odam mashtoqqa faqat shu bir ishki tishlan, o'ziki jonni qutuldirib qolgan, saqlab qolgan qadar ashtanim qildi buni yeydi. Undan jik to'yg'icha haq dedi ziyoda undan yevazi shu bo'lmaydi deb nim qildi bu yerda qaraydi. Bu yerda nim qildi qaraydi. Falasmalay
Anda oğanlıkın muşta yap kalgan olsa bu adamın üzeri, bir mümin Müslümanın üzeri, o adamga günahçı yok. Günah olmayı deydi. Ben onun için okumayman onu hesapçı almayman. Günah kıldı demeyman. Demiş ki, çünkü o adamın üzeri hazır degендek, canını kutulduruşun üzerine pers. Canını kutulduruşun üzerine pers. Ben pers oğandaki bu adam, canını kutulduruşun en mühim pers şu o. Onda oğandaki şu persinin kılmen de, ma adamın üzeri bu işini çok kıldı. Bu Allah'ın hukuku etti. Onda oğandaki iş hukukunun bir yakıp kalsa, uçanın benden hukuku yukarıcı boludu. Ben yanımızda. Onda oğandaki bu yerde o işini kıldı, ben onun için günahını kötürüp günahçı kıldı demeyim ben. Çünkü doğru çıkan boludu o. Deydemdi. Eğer aşıda bu kalsı şu mesela. Uçanızda aşıda bu kapta o yerde yayıcısı halal bir nesi yok. Ondan o an ki bu adam normal bir iş kıtken, sefer yak, mücahit yak bir iş. Benim müşrida kılışı arkalık eğer aş nesinin batırık onu ise o adam ölmeydendir. An adam ben yakma, ben yemeydiğin kişi de çekilsin işi aşıda koğan bolsa, uçanızda bu adam günahkar oldu. Bu nimi hesaplığında ben hazır diyelimizde yüzünü öldürü ağalık hesaplığındaydı. Bu ya da Allah Teala ben İslam dinimiz bunu ruhsat kan tutsa, ruhsat kandaki bu nime onu yesin bunu diye de onu unma yüzüki yüzü hata düşen çıkarsa sen yani aşkın fikir kalsa sen uçalı kandaki çekide hata işi çok kan buludu o deydi. Önüm aramızda karıldıkken. İndallahı gafurun rahim. Cezmen Allah Teala mağfiret kılır, yüzündeki evliyaların günahı çok, mağfiret çok kılıdı. Yüzün evliyaların günahı nem kılıdı. Yani aşağı mühtaç boğa vaktizde yap kal demdi. Mühtaç bunu aldı yemekti. Yani Allah yakın boğa adam şu. Allah buyurgan toz kaldıyken onu yemeydi. Hem Allah ruhsat kıptı da aşağı vaktizde onu yedi. Bunun Allah'ın en yakın imam mukarreb velisi oldu. Evliyası oldu. Men muş adamın aşağı vaktizde buranın günahını nem kıldı uçağınızda o küyütüp getirdi o. Onu sürüşküp o da çok kılmaydı bunu. Rehim kılı değil. Mağfiret çok kılı dedi. Rehimdir. Yani Allah Teala nem kılışıdı uçağınızdan mene rehim kılıştır ki yüzünki ibadet kan, taat kan, ibadet kılıp müştak emrini boysup ka adamın yüzüge Allah rahman rahimdir. Onun apır kıla bu da insan ülkesinin meyli çut demeydi. Yani bu İslam dinimizdeki ne kadar men doğru, adil, şunda kengre, onun da müşküllük ve onun da kıyıslık yok diğerlerinin nemisi ifadesi. Yani şu an Allah Teala وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Allah Teala sizge İslam dininde hiç kadar günah olan iğri bir işini çok kılmadı. Ne mi kılmadı? İnnet dine yusrun. Peygamber degende. İslam din nime o asan. Bu asan din diyen gapni üzücü mene muşnun deme o ibaret. Yani rahim kılıştır, yüzü boysuluğa adamlarga Allah rahim kılıştır, ol bir joydaki Allah ular için aş işte nima qildi ana kengrichilik qildi. Kengrichilik qilib, men öyle deb qalsam uchar yesimiz bo'ladi, men tusatgan bo'lsam, aram bo'lsam, yesimiz bo'ldi deb kengrichilik qildi. Men mush itibara Allohniki rahim degan nima bo'lgan bo'ldi, shu bo'lgan bo'ldi dedi. Endi deydi İmam Suyuti bunda depti. Çıkıptı bağı. İslam devletiga Müslümanlarga karşı turgan, nima o? Karşı turgan eksir inkılapçı unsurlar. Mene bu çıkıptı. Padişah İslam devletiga. Ve adi ve düşman, tacavuzçının üzümü ötenin kıptı çıkıptı. Mene ve koşuldu bu iş kısıga. Her kandak mene asi boğçı adam seferler. Sefer olan asi olan adamın yüzü bu nemeci bunu uçu nemkalık bu iş koşulu da o dedi. Hem de bir yerde harrecel bağı vel adi depti. Aslında hurricel adi vel adi sen buludun. Tahric kılınıdı bağı ve adidin yeni bir meselelerini çıkarımız dedi. Hem de tahric dediğin bir iş var. Tahric diyen gapning o'zi bir usulni bir yer berkitilgan gap, uningdagi andagi bu usulni berkitganligi uningdagi ani ushaq tarmoqlarga asosan bo'lgan mana ushaq qonunlar bor, kichik qonun. Shuni andagi tarmoqshatib chiqargan gap. Chiqargandagi buni deydi uni tahric, ya'ni shu deb nim qiladi, atiladi.
Nima o tahrij deb atildi. Undan keyin bag'i va odiydan tahrij qilindi. Nimani? İslomiy hukmni. Va qo'shildi bu ikkisining o'ziga har qanday bir osiyni safar qilish bilan osiy bo'lgan bir odam ekan. Safar qilish osiy bo'lgan, gunoh ish qilgan bir odam safar qilibdi. Men safar qilishim qilibdi, men o'g'irlik qilaman, yonchiq qilaman yoki zino qilaman yoki bulab mangman debdimisan. Mushu safar qilish orqali bu odam bu safarimizda Alloh osiy bo'lgan bir safarni shu qilibdi. Haram bo'lgan bir ishni qilaman deb. Qilgan bo'lsa, o'chanizda bu ikkisi uni nima qilamiz, uni qo'shimizki, men mushundaq bir odamning o'zi, agar mushundaq bir odamning o'zi yeydiz yo'q, ishingiz yo'q, ishda deb qolgan bo'lsa, bu odamning o'zi bu ruxsat bo'lib kelmaydi. Agar u odamning o'zi u yerda yeb qolgan bo'lsa, o'chanda bu odam nima bo'ladi, o'chanda gunohkorchi bo'ladi deydi. Ruxsat u yerga bermaymiz deydi. Mesela qanda kal abiqi vel makkasi. Mukasi. Mesela qaşqun nima qul. Abiq degan nima? Abaqa ya buqi ibah deydi. Fakat qulniki qaşqanligini arabchada abaqa deydi. Abiq degan nima? Qaşqul qul. Endi bir sondikin mana mushlar qaşqun qulning o'zi, chunki qul degan gap bir odam mulki degan gap. Mulk bo'lgandan u odam u mulkiniki o'zidan ozod qilmagan, qishib ketgan bo'lsa, osiy bo'ladi. Osiy bo'lgandan bu e'tibordan u osiy bo'lgan qashqi qulning o'zi bir yerga yenim qutuldirman deb bir narsa yeydigan bir narsa yo'q. Harom narsa yeb qolgan bo'lsa, o'chanizda xato ishqon bo'ladi. Alloh hisoblaydi. Gunoh bo'ladi deydi. Endi birsin mukas. Mukas degan gapning o'zi bosh yig'digan. Masalan, Maks deydi, Maks degan gap, ya'ni podshoh tarafdan yoki o'zi bir qo'rab qurib olib, shunday qilish orqali yo'lniki musulmonlar o'tgan, xalqqa o'tgan yo'lni ochib, to'sib, u yerdan ma'lum darajada haq olib qolgan odam o'zi nima bo'ladi? Maks bo'ladi. Mana shu odamning o'zi shaharning sirtiga chiqib, qanday qilib shu yo'l o'tgan nimachi tijoratchi, vaqt savdogarlardan uni pul olmaymiz, manchilik deb o'tirib, u joyda xalqni ochib, bo'zaq qilib, ochib olgan bo'lsa, mana bu narsa o'zidan makkas. Nima makkasi bo'ladi? Men bu odamning o'zimi agar shaharda sir chiqib chiqib qolgan bo'lsa, yeydiz binasi yo'q, ushta qilib qolmasa, bu odam shu undaq shu kirmaydi uni. Nima bo'ladi o'chonida agar ashtaq harom narsa yapsa, bu ruxsat uni bo'lmaydiki, xato ishni chiqqan bo'ladi, uni ish kirmaydi o deydi. Undan keyin halol olmaydi ularga men oshningdan, ya'ni harom qon narsa kerakning ichidan hech qanday bir narsa hech halol olmaydi. Madem yatubu, madamiki o adam üzünü kılıvatkan kaşkolluk ve üzünü kılıvatkan aşı xaqni soğdu, bozak kırıp aşı şirk açıktan çıkıp, xanı aldın tutup, kan cinayetin ki günahın üzün tövbe kalmışık, bu ne salalım. Kaçağını ki tövbe kısa, andaki yak sefer oldu, mesela ilim okuyma, ticaret kılman, ya bir ziyaret kılman, tuqqan yo'qlab kelaman deb. O'chanda ashar berib ziyorat sayat keladigan bo'lsa, o'chanda nima bu? Meni osiy bo'lgan safar emas. O'chanda buni ishni qilsa, o'chada bu ruxsat. Ammo unidan boshqa safarning o'zi mana islom dini to'sqan narsalarning o'zi meni ashta qilish orqali safarni ashad qilman degan bo'lsa, u odam bu uchun kirmaydi. Ruxsat yo'q uni deydi. O'lsin ashtagan gap. Valay Shofiy. Men mushu mazmunga Imom Shofiy mushtaqchi nim qildi, unga qaraydi. İmam Şafii'nin göz karşı men nimiken o müşiken deyden. İmam Şafii'nin göz karşı müştak kaşkon diyen müşü haram işini kılman deydigan müştak kişinin özü mene o ölük üzülüp kalgan dersini nim kılmaydıken yesi şu bombaydı o deydiken. Eğer tövbe kıpkası şu deydiken. Ama İmam Azam rahmetullahi aleyh, İmam Malik rahmetullahi aleyh göz karşı bu sefer degan hemisi o'xshash. Mayli u halol bo'lgan, savob bo'lgan, mana normal ishni qilman desam bo'ladi. Harom ishni qilmasa har ikkisi nima? Bu ikki manning o'zi o'xshash. Uning o'zim shu vaqtda ashundaq mana qashqon qol ashdaq xalqniki haqqini olaman deb sharni sirtib chiqib andiki qolgan kishilar bulanchilik qilaman yo o'g'irlik qilaman yo bir ish qilaman deb men mushtaqqa bo'lsa ularning o'zi shunday bir holat duch kelgan bo'lsa o'shanda shu odamning osh naskisi yisilima varam bo'lgan narsani u durust deb Imom Azam va Imom Malik rahmatullohi alayh bunday nim qilgan bunga ko'z qaraydi ekan. Tövbe qilsam yisni bo'ladi o bo'ladi deydi.
İnnellezine yektumuna ma enzelallahu minel kitab ve yeşteruna bihi semenen kalilen ulaike ma yakuluna fi butunum illen nar ve la yukallimullahu yevmel kıyame ve la yuzakkihim ve lahum azabun elim. Cezmen anda bir kişileriki Allah Teala düşügen nersin kılıda sıkıda. O düşügen nersin nimedin idi? Kitaptın idi. Muşta sıkkan kişi kelsek, böyle sıkıp da kandaklığına setip alıdı. Şu nersinki beraberge, küçükken bir punucu, dünyanın küçükken bir pəti seti olan gibi. Muşta kişi kelsek, ben ulağı olsa, fakat yüzünü koşukda ot diyeydi. Ulağa Allah Teala gep kılmaydı, ulağınınki üzerine hiç kandak günah düşür. Pak izlemeydi o. Ben muşundak kişiler bu deydi. Hem de bu ayetin üzerinde bu yaz bundak deyişinin üzerinde yine bu ayet yukarıda geçiyor diyen. Deyişninki üzerine yine mayada yine kayıtı nime kıldı Allah Teala tehra çok kıldı. Tehra kılışının üzerine bu nimini bildirdi. Bu meselenin üzerine naiti bekleyime iğir, mühim boğan mesele. Onda var ki bu mesele bu yerde nime kalmışsın, ümmetlerim, benim benden unutulup kalmışsın. Deb yine kayıtda esletiş yüzüdir. Pek mühim boğan diken. Bu işin üzerine ben asasen ben muşudak sıkışı ibaret olgan. Hekninki sıkışın üzerine onun türlerine ait çık. Mene Yahudi Hristiyanlarda Peygamber Sallallahu Peygamber ikenligini boğan sifatların üzün kitaptır. Bağını sıkış. Onun için onu her xil manide, her xil üzün hevisiga asasen şu fikirge asasen özgertiş. Şunu da bizdeki Müslümanlığa gelsek şu an bu gapni o'zi ahli kitob qartilgan bo'lsa, shu o'lim olamiz, bu yer am deb qaraydi. Am deb qaraganda ekan, men mu'min, musulmon deb qarilayotgan kishilar va shuning ichida ahli ilmning o'zi Qur'oni Karim, hadis Rasulullohda ayni shundoq bo'lgan bo'lsa, buniki o'zida qanday qilibdi, ya uni u yer demakdi. Shu yer deyish zarur ekan. Uni deyilmabdi. Desak, podshoning yoki men ochiq chiqadi islomiy podshoning deb. Yoki olmaydi, mayal bir boy var, boynik peki açık kalı bana onu medbet kemmeydi o depti. Yoki olmaydi, şunda kan adamınızı, aş baylağı yolun kılıp akıra pul verip, yoki takılgan adam yok emez. Bak, benim muştak kılışı arka o adam o gapni yoki demepti, yoki onu özgertipti. Düşençik asasen. Bundak degen bilen mandak dep, üzdeki hata fikirinin üzerine anı apret düşengen bolsan, düşendirip baş takamız, bu da muşkin işçinin kulu da kirdi o. Depnim kulu da karaydı. Mine cezmen Allah Teala düşügen hem de keteme diyen bir gap. Keteme yaktumu ketme diyen gapın üzerine suhti diyen gap. Yuşudi diyen çok gap oluyor. Yuşudi diyen gapın üzerine esi aşkar kılışkan, layık olan, aşkar kılış kerek olan neskerenin üzerine sıkkanlığını dedi Arapçada keteme dedi. Setere çoğu, seteremum yaptı, yuşudi deyimiz. Setere degen normal bir işli sıkkan olsa, yani onda o yuşuruş değişik emez. O an, uçağımızda bir setere oldu. Ama keteme diyen gap, yüzü o neskerenin üzerine aşkarlaş, mühim boğan, tabi düşün, talep kılan, aştak neskerenin sıkkanımız keteme dedi. Yani Allah Teala tarafından düşken kitapnınki üzerine sıkkan. Aslında o kitabı düşürüşte Allah Teala peygamberlerge ve başka kişilerin üzerine peygamber arıqıl yetkizgen bolsa, uçağını o nim kılış oldu diye, bekel yüzü sık verip hakkı yetkizmez emez. Nim kılış, bütün insanların hem yetkiziş. Bunu maksat kıldı. Onda onun için, aslında şu, onda onu bunu nim kılıp da onu sık verip dağıdı digilmezse. Güzel sık olgan bolsa, yani kitap ne kitaptın? Yani kitaptın digine el-müştemil ele nati Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhisselam sıfatlarının öz işi ağan, Yahudiler. O da kimler? Yahudiler değil. Muşuddak kişilerin üzü muşuddak sıkıvagan bolsa, yani Peygamber'in sıfat digil olmaydı. Hazır bunu Tevrat'ın ki məlum kısı ban. Lekin onu demeydi, onu özgertidir. Ya ki evattı bula hazır. Belki. Benim muşuddak kan bolsa, benim bulağı kelsek, uçağınızdan. Benim bulağı bu işin neymiş ki koludu. Hem de Allah Teala yine birisi bu ayet bu yer yeni değişim üzere mühim boğandı başkan. Çünkü yukarı hüküm. Yukarı deme manası halal, manası deme haram deb belki etti. Benim muşin neskerehnin üzerine benim
Digilmaydi endi. Bu narsani yetkizib haqam deyish kerak. Unda o'anki bu narsani suqib o'charimizda buni o'zgartib yoki digilmay mushtaq qilgan bir ish bor. Unda o'anki bundan bir ish bo'lib qolmasa ay mu'minlar. Men bu harom deb bag'ishim, halol deb bag'ishim faqat anglab qo'yish emas, uni haqqi yetkizib o'zing amal qilib, haqqini nima qilish unga yetkizish orqali shunga amal qilishni iborat degan nima bo'ladi, gap shu bo'ladi. Endi suqqandan keyin nima uchun suqadilar? Nima uchun suqadi? Desa, va yashtaruna bihi samanan qalilan. Setib oladilar ular shu suqib olgan osh narsaniki barobarga kichkina bir pulni setib oladi deydi. Kichkina bir pulni qoladi, setib oladi. Ya'ni uniki barobarga kichkina bir pulni setib oladi deydi. Pulni setib olgandan keyin uçağınızda pul olgan narsa üzerine mabi mal bo'ladi. Nima suqib olgan narsa pul bo'ladi. Pul olgandan keyin suqib olgan men suqib qo'ydim deydi. Shuning bilan odamning buning qarshiga nima berdi? Pul berdi. Shuni deb yilqi Yahudan shunda qildi ekan. Yahudaniki olimlar, xalqlarning o'zi yilqi nimaga hamlarga pul berib ishtaqildi ekan. Pul berib ishtaqandan keyin bularni ko'z qarashan, agar mush itqatda mushtadab tumsaq, mush gapni qilib tumsaq, o'changizda bizga mala bizga deb og'imizni angishib pul berib bundoq çok qilmaydi. Uning uchun bu yo'q deb tursak, ayrim dinimiz mush o'zgarmadi. Voy, mushta Yaqub mushta tavsiya qilgan qiyomat kuni bu Yahudi dini turg'ini deb mush gapni qilib bersak, o'shanda voy shundoq deb bor deb adam musulmon bo'lib ketgandan keyin biz qilib qolamiz deb, men mushundoq qilish orqali bunlar andik biz pul berdi, pul berib, andik biz bayasha turmush ko'chirimiz deb qilgan bir odam. Unda o'lgan mush ish qilib qoldi deb, uniki ishniki o'zida qandaqligiga bergan pulning o'zini men qandaq qildi uni elib andikin oliga ko'ngliga royiq gapni qirib, yo'q Muhammad degan gap yo'q, u degan nima? U yo'q, u masjid degan keyin keladi, u emas. Arablarning chiqmaydi deb mush gapni shu qilgan. Unda o'lgan oshilninki ishi, men ashu suqqan ishninki o'zi, meni nima bo'ladi? Ularga meni pulni dasmoy bo'ladi. Bu dasmoy orqali anadikin buni ishlatadi, buni berib anadikin bularga haq bergani haq anadikin uning qilgan pul berdi uni qarshılığına. Uni qarshılığına bazı pul berdi. Aniki qarshılığında setib olgandan keyin ayılık nimalar? Mana ayılık Yahudilarning olimlari. Buni qarta uning bo'ladi, o pul bo'ladi, amalchi bo'ladi. Shunga mushtaqildi. U narsa nima? Kichkina bir narsa. Çoğun degan narsa har qanday mashina bir qancha uy yoki chiqqan million pul yurasimi, lekin bu oxirat nisbatan nima az. Nima az. Çoğun bu yerda qaylan deyish shu deydi. Ya'ni dunyodan, ya'ni oldilar ular shu yushugan narsani nim qildi? Meni oldi ular o pulni shu yushugan narsaniki qarshiligida o'rnida oldi. Kimlardan? Shu Yahudilarningki paslardan. Pas nachar go'ylardan elib andiki qanday qildi mushtaq qilib bergandan keyin amal qil deb olimlarning o'zi shundoq gapni payg'ambar sifatini demang, mana shundoq xato gapni qilib shundoq o'zlik tabiat masalgan mush gapni shu deb berdi. Ondan keyin fala yuzirunahu xawfa qutihi alayhim. Mana bular oshkor qilmaydi. Bu payg'ambar sifatidan nimishqa o'zniki yemak ichmakdan iborat bo'lgan uzuqdan qo'rqib. Men bunu oshkor qilib qo'ysam, ana hozir deganimizda bizga pul vermaydi. Bizim etrafımızda adam hurmatdagi hadiyani akirib oqish qilib qilmaydi. Agar ash dafa qo'ysak turib tuzib ketadi deb mushni qo'rqib mushtachi qiladi. Buni shu qiladi. Buni oshkorlamaslik kim oshkormaydi? Ana xalq oshkormaydi. Men oshkormaydilar ular shu payg'ambar sifatini o'ziniki quvvatidan, yani o'zini kunlik yeydigan turmush ishidan mana nima qilib qo'rqib, u Yahudilarning normal odamlarga nima qilmaydigan gap, uni to'van qatlam odam demaydigan gap. Demay mushtaqchi qilib. Bu xososmi, lekin islom dunyosida musulmonlar bu nima tushidi bu Qur'onni Karim? Faqat u yerdagi hikoyani Yahudi mushtaq qildi degani emas. Alloh taolo shundoq hikoyani qilish orqali siz musulmonlar undoqchi bo'lib qolmanglar degan nima u gap. Undan keyin musulmonlarning ichida o'qigan ahli ilmi yoki falon deb otilayotgan odamning o'zi mushunda qiladigan bo'limi mushni qatorda bo'ladi. Nima mushni qatorda? Shunga
bir ummatniki qanda bir xalqning qandaq bo'lishi o'zi shu xalqning ichidan chiqqan ahli ilm bo'lgan o'limoq bog'liq. Agar ahli deb degan joyda deb buni mushtaqqa bo'lsa, u chog'da u bunda parakanichi bo'lmaydigan gap. Agar shuni degan bo'lsa, andikin bu hech qanday vaqtda Qur'oni Karim hadis Rasululloh kishilarning o'zidan xor bo'lin, mushtaq vayron bo'lin, vatansiz bo'lin, bechora bo'lin, xalqning oldida, xalqning ustida mushtaq sarson bo'lib yuring, mushtaq jafotatin deb qilgan din shu emas. Nima din emas? Har bir uni uchun bo'lmaydi. Mana mushtaq qilgan bor, yoki olmaydi, yetkisimi, u kishilarning ong'iga ulmay. Ong'imsandiki bu o'lmani g'alati tushidi. Men mushtaq qilib qolganmiz buni jinoyatim uchun ashtachi bo'lgan. Shun bu ig'ir. Ulayka ma yakuluna fi butum illan nar. Men ashlar kelsak yemaylar. Ular o'zini qo'soqlar paka o't yeydi. Nim qildi? O't yeydi. Ash xalqdan olgan ash pulning o'zi nima o't. U nima harom. Chunki haqiqatni yuşurman deb olgandikin, mana haqiqatni yuşurib deb olgandikin, men bu e'tibordan ularniki rushvat. Men rushvat nima u? Rushvatning o'zi nima? Para bo'lgandikin uchanizda bu nima bo'lgan bo'ladi? Harom bo'lgan bo'ladi. Buniki sababi mush yegan bo'lsa, u odam qanday qildi? U dunyoga berib o'zak kirdi. Kirgandikin do'zax kirishi sababi bu bo'ldi. Unda avvalgi musabbabni zikr qilib, bu yerdan sababni cho'ng demedi. Nimishqa? Chunki u bevosita o't qopagandagi shu o'tni yeydi dedi. Ya'ni o't yeydigan, o't kirgan, do'zax kirgan sababni qildi, qo'shiq yedi, unda qildi demedi. Bu bir ig'ir nima u? Gunoh. Endi bu yerdan da o'ziniki ishchi ekan, bilas kerak ekan, u bilan beribdi. Ammo normal haqiqat yetkisi u boshqa ish. Bu yerda oqish qilib, mushdoq rishvatdan iborat bo'lgan mushdoq narsa unda deb bersa, bunda deb bersa deb haqni digil qo'ymay, yoki o'zi shundoq bir mujaz ekan. Ana Alloh bersa, mana sen ma'qul deb bunda qildi deb. Men mushdoqdan bo'lsa, bu avval mushdoqchi bo'ladi deydi. Va Alloh taolo ularga qiyomat kuni meni hech qanday gapchi qilmaydi. Ular Allah g'azab qiladi. Ya'ni bir odam ochiq gap qilmaydi, ya'ni Alloh uchun u g'azab gap qilmaydi deydi. Nimishqa? Ularning jinoyati favqulodda yuqori. Yana tehi Alloh taolo ularni hech qanday bir gunohdan pokizlamaydi. Bunda Alloh taolo ular qolgan mu'min musulmonlarga ashta xato bilan berib qolsa, duo tövbe qilmasin, gunohni kechirib pokizlab ishta qiladi. Ammo ma'adamlar uchun har bir ish qilmaydi. Ya'ni demak, buniki jinoyati boshqa jinoyatlardan. Haqni demay, haqni yushirib, haqni Alloh taolo o'rgatgan bo'lsa, bilgan bo'lsa, uni demay ya o'rgatmay ya yozmay. Men mushtaq qilib yoki desam uniki boshqa narsa o'zgartib, meni yoki olmaydi xato bir fikringizni hozir qildik. Meni bu inkorchilardek. Ashta fikrini apirib Qur'onniki ruhiy asmoyini o'zgartib, men mushtaq qani ozdirib, mushtaq qan bo'lsa, men bularniki ahvoli uchun mushtaq ig'ir. Nima mustaqil. Yana Alloh taolo ularniki o'zini poklamaydi, nimadan gunoh degan pastki narsadan ularni qilmaydi, poklamaydi. Poklamagan gunoh bo'yicha kirib qolgandan u joy do'zax kiramaydi, nima? Jannat kiramaydi. Jannatga kirgan vaqtida nima bo'ladi? U kirgan odamniki vujudida hech qanday bir narsa gunoh deydigan pastki narsa qolmaydi. Qolmaganlik pokiz bo'lganlik andan qanday qilgan jannatga shu kirgan. U yer xiyonat qilish, vaqaza binas qilish har bir şey yo'q. Chunki pokiz odamlar yo'q. Valahum azabun alim. Meni ular uchun bodir qaqshatquchi. Alimun degan gap nima gap? Ya'ni mulimun. Alimunning o'zi mushabbab sulas mujarrad bo'lsin, lekin buniki manzi sulas mazid deydi. Yani alama yo'lim ilaman. Alimun degan gap, dard degan gap, alama dard yetkizdi degan gap. Ular uchun bir azap borki, dard yetkizdi, bu azap ularning butkul vujudiga. Mushta azap çok bor deydi. Bu nima? O't. O't kirgandan keyin butkul vujuding hammasi kuyib, og'rib. Mushta anim qo'lida ular turdi deydi. Endi Ulaykellezine iştaru dalaza bil huda. Men aş kişiler kelsak, yani haqni yushirib, uni digini unmay, yetkizib unmay, men ashta qolgan kishi olsan,
Bulupmu Yahudidek aşta Peygamber sıfatlarının İslam dini qanday ekanligini yuşib aşta degan kishi kelsak, mana ular olsa, mana zalolatni hudaning barobarigini qoldi, setib oldi. Mana ash qo'lda bo'g'agan narsa, o narsa qo'lda bor narsa. Uni opirib, uni qanday qildi, uni pulning o'rniga qilib, uni berib, uniki o'rniga zalolat va gumrohlikning o'zini nim qildi, ular setib oldi. Ya'ni oldilar ular bu zalolatni shu hudaniki o'rnida oldi dunyoda. Huda bo'lmasa shu bo'lgansa, hidoyat shu bo'lgansa, shu bot qildi. Uni opirib, zalolatni opirib nuqat ular tegishib boshlab shu qavaldi. Va azobning o'zida mag'firatningki barobarga nim qoldi, ular mana uni cho'z setib oldi deydi. Mana Alloh taolo mana ashtaqqan bo'lsa, u odam gunohi mag'firat qiladi. Ko'chirib mana oppoq kelib jannatga akirdi. Men mush ko'chirishning o'zida qanday qildi uni berib, uni o'rniga yo'q biz u lozim emas deb, uniki o'rniki o'ziga azobni setib oldi ki biz azob saqmaydi, qiyomatga yo'q azob deganda mushaqcha qoldi. Mu'taddilahum bir mag'firatga ularga oxiratda nima qilgan tayyorlanmaydi. La ulam yaktumu agar ular yushirib qolgan vaqtida mushaqcha qilgan bir ish bo'tdi. Uni uchun nima qildi ular? Uning biz oxiratda ishimiz yo'q. Faqat mush dunyo bo'lsa bo'ldi deb mushni asos qilgan mushta nimalar ular kishilar deydi. Pemas baramalanlar. Unda onu bunu nima qilmoqchi, do'zax kirmoqchi. Kirgandan keyin Alloh taolo u yerdagi do'zaxniki azob oqibatini dahshatli qo'rqinch ekanligini o'shta tasvirlab, nima deydi Alloh taolo? Pemas baramalanlar. Ularniki o'zida do'zaxga nima sabr qilg'andi? Do'zaxning azobi degani qanday sabr qilgandi ular? Men mushundaqchu do'zax o deb do'zax bo'lgan azobning o'zida oldin Alloh xabarchi beradi. Chunki bularni qilgan ishning o'zi nima o? Ig'ir jinoyat. Chunki unda qilmagan bo'lsa, hamma odam degandek musulmon bo'ladi, yaxshi odam bo'ladi, mana xato ish qilib yo'l qilmaydigan gap, uniki ashunda qilishlik sababi butun falokatning hammasi ashunda kelgan gap. Shunga ig'ir jinoyat. Famas barahum degan nima? Pil ta'ajjub. Nima pil ta'ajjub? Ya'ni degan gap ma'shadda sabrahum. Nima ularniki sabr qattiq qoldi, ajab chidamliq odamga o'tdimi shundoq hech qanday vaqtni qilmaydi. Deganingiz nima? Siz mashakkatsiz o'tni mushtoq. Unda uni mushtoqni siz qanday qilib chidab, mayli o't bo'lsin, mayli mening oxirat ishim yo'q deb mashakkatni nima mushtoq qilgansiz deb aytadi. Bu ta'jibdir mu'minlar uchun ularniki mana qilishidan mana shu do'zax kirgan ishlarning sabab bo'lgan narsani parvo qilmasdan. G'ayri mubolid. Parvo qilmasa ularning quldana o'shada davomli haqni yushib, uni qarshi par edib, haq siz mishdan narsa edib ishtachi qildi. Va illa payu sabarulahum. Agar unda bo'lmasa ular uchun qanday sabr olsun? Qanday sabr qildi deydi. Do'zaxniki o'ti, dunyoning o'tidan 70 hassa, 69 hassa qiziq. Dunyoning o'ti qancha? Eng yuqorisi 6000 gradus. Bo'lmasa normalda biz ishlatayotgan mush qozon va qozon nima o 60, 70, 100 gradus. Shunlar andiki suv poroqshib ashada mushtaqlanib. Tumo podat va tumilarni qizishimizda uningda nima yuqori. Mana uning yuqori uçanlıkta en yuqori darajada qizitqansa 5-6 ming gradus oldu ekan. Shunlar anadikan polat tegatik ashta hech qanday qolmay suvda bo'lib ketgan ekan. Mana buniki nemisi ashta qo'ygan bo'lsa, ya'ni dunyodagi o'tninki eng yuqorisi, do'zaxniki o'ti buningdan 69 pastasa, ya'ni 70 hassa bu nima yuqori degan gap bo'ladi. Unda o'nki bu qancha gap? Ya'ni 6 kar Tövmün netüz etse, ben uşok diye. Bunu kandak mı çilaydı? Kirp boğu irip geldi, neçi kilometre yani irip geldi. Şundak olsun irip yok atmayın. Çünkü Allah Teala başka ayette her kandak muşum kapır ve işte naçarlarımızı dözak kirsinindeydi onu. Kullanma yani her kandak vakti ula dözak işte kavatıda beddenle culudan gayra culu. Ulanınki terisini başka terisini tiştirip durmuş. Azapın muştaq nimqisində mən muştaq azapın üzü tetisində başladı. Əsl açıq və o azapın üzü nədir bildi insanın terdi var. Bütün sezim kuvvetini biz terdi. Bu otun üzü küp boğuşu biz yine tegiştirib başındaq çox qıtırıb davamlı muştaq çox turdu deyilən nimoan ayət çox var. Onda ondan keyin bunda bir işin üzü nim qilishimiz kerak, saqlanishimiz çox kerak.
Endi zalike. Endi bu iş yani ulaniki aşağı aşağı işlikip dözzahniki utunu üzü kosuq yedi yandı. Yegendikin aşı yeşilin üzü yani ellezi zükre min ekriyim min nar ve mevadam. Yani anda bir nesiki ulaniki dözahni yişidin ve onu dikin boğan Allah'niki men pakılmaydı, onu qarımaydı, onu boğan azap maşta bol degen nerse. Men muşunda bu iş nime için bunda ağır oldu bular? Bunda azap nime için ağır oldu sen? Bunda bu işin sebebi şu sebep bilen durur ki cezmen Allah Teala nime qilgan kitapning o'zini haq bilan nima qilgan tushirgan. Bu kitap haqdi. Haq bo'lgandiki bu kitapniki haqiqat bir kitapdi, shundoqcha tushirgan. Tushirgandiki buni haqqa yetkazing, amal qiling. Nima desa bu yetkazing deb nima qilgandi? Tushirgandi. Yani bil haqqi degan mutalliq bir nazara deydi. Cezmen Allah Teala kitapni haq bilan nima qilgan tushirgan. Tushirgandiki shuni nima qildi ular bu kitobni haqida men ixtilof qilishib qoldi. Ular qanday ixtilof qilishdi? Ularning ba'zi iymon etdi, ba'zi nima bo'ldi? Kofir oldi uni suqish bilan. Yani demak suqursa kofir bo'lib ketdi ekan. Bunday ig'ir. Va jazman kofir bilan ixtilof qilishga kelgansa kitob haqida biz yo'q deb mushtaq qilgan bo'lsak, uchun nima deydi Alloh taolo? Nafi shiqoqin bay. Jazman ular eng nima? Men eng jiroq nima ixtilofda, eng jiroq bo'linish ichida bo'ladi bular haqda. Buni ish qilmay kelolmaydi deydi. Bil kitob deganlikin, ya'ni andi va jazman anda bir ixtilof qilish kitobda deganlikin, shuni bilan, ya'ni ular kimdi? Yahudi deydi. Va deyilibdi Qur'ondagi mushriklar. Deyilibdi bu oyat murod. Ol bir joydagi dedi, ularning ba'zi nima dedi Qur'onni she'r dedi. Ba'zilar chu uni sihir dedi. Ba'zilar o nima dedi uni kain, rambalkan, kainkan bu. Muşundaq aldab köydünmü, bizim balvaqalarımızı, xottolarımızı, tuqqalarımızı bir uqan betim, muştaq iman etib, muştaq şutun taşlab, muştaq şu kitib bardı bola, dedi. Degandikin bu muşriklar muştaq degan. Meni hozirgi muşu, meni bu demeler kafirlar, haqiqiy taqva, muttaqi mujohidlarning üzerine, men muşu din burada yaşayman deb açtaq, nima deydi bular? Sarang deydi. Nima dinning muştaq qilib qo'ydi bu deb açtaq, uqmaydi buylar. Şunla açta özgertip açta kandiken bulu karta muşta ağır cevapının cezan buluşu bu sebepti deydi. Cezmen mene her ayna bir xilap, şıkak diyen nime parçalaş degan gap. Xilapның üstüdeki na jirak idi. Nime deyen hakikatin jirak olgan na bülüşünün üstüde parçalıp geldi. Her güçlü bir yer çok kelmeydi bula. Yani hakikatin na jirak deydi. Muşdak mene Dözak azap okubatli işi de oldu bular. Dep meni Allah Teala bu ayette çok muştaq deydi. Unda varken bulup mu Allah Teala bizdek kişilerin üzerine men ehli ilmi olan, okuvatkan ve okuyan bilgen kişilerin üzerine kandak olsa biz şunda bir kişinin bulup kalmasımız için cezmen onu aynen bir şekilde cezmen küçümüzün yetkin kadar bunu yetkizişimiz gerek. Nima yetkizishimiz kerak. Ama kuchimiz yetmediği imkon yo'q. Ayoq haq uni olmadi, u boshqa gap. Siz u bo'lgan bo'lsa, o'shan ahvol o'zingiz bilasiz. Ammo bizniki o'qib natijaning o'zidan mushdoq qilishning o'zi jazman buni o'rgitiman, amal qilib, tuqqanlarim haqliman degan gap bo'ladi. Buni olib o'chanizni demagan bo'lsa, uni bir yushirishning bir sababi. Ama dünya iş vakiza o to'g'ri, uni bor, uni sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bo'lib ahli ilm bo'lgan odam o'zi bak nim qilish kerak, diqqat çok qilish kerak. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin.